Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. Partlagan Sükut programımızın 60. sanını görüşünlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Kadirli görürmenlerimiz, hemmeğlağa məlum boğandek biz bu programımızda başlayan gündün bayan, ta bugün gün gelgece Xitay tecavüzçilerinin vatanımızda elip berip atkan, insan aklı kabul kılanmaydıgan derecedeki cinayetlerini bevasıta yaşayan, baştan keçirgen, yoki bo'lmasa o'zi baştan keçirmegen bo'lsa-mu, chet elga chiqib ketgandan keyin, o'zi erkin dunyoga chiqib ketgandan keyin, oilasining beshig'i kelgan fojialarni bir-biridan farqli holatda shu ekran orqali Xitoy inkor qilayotgan bir paytda Xitoyning yuziga urush, Xitoyningki jinoyatlarni yushirish harakatlariga, tirishchanliklarga qarshi echib tashlash Xitoyningki jinoyatlarini har xil bu ekran orqali boshlab dunyoning har qaysi nüfuzluq axborotlarida e'lon qilindi. Mushahada guvohlik bergan nurg'unlagan hamshirlarimiz, qarindoshlarimizning guvohligi sabablik nurg'unlagan kuch ko'rsatildi Xitoyga bu ekran orqali, tashviqot orqali, axborot orqali bir jang elib beryapmiz deb buni boshdan oxir har bo'limda ta'kidlab kelyapmiz. Guvohlik berishniki qancha muhim ekanligini so'zlab kelyapmiz. Yana so'zlaymiz. Hergiz bo'shashmaslik kerak. Bu axborot kuchidan foydalanib bizning dunyoda bo'lgan erkin dunyoda qila oladigan eng kuchli ishimizdanki birisi ekanligini ta'kidlab kelyapmiz. Yana qarindoshlarimizning bo'shashmasligini umid qilamiz. Shundaqla eng oxirgi shu 3-4 bo'lim programmada hammalarga ma'lum Amerikadan qatnashayotgan Xitoy jazo lagerida Xitoyning Abdi Bashirsini bevosita boshdan kechirgan hurmatli Zumrat Davud xonimni taklif qilib kelyapmiz. Bugunmi yana shu Zumrat xonimni taklif qildik. Oldi bilan qimmatli vaqtdan chiqarib qatnashib berganligi uchun ko'p rahmat aytamiz programmamizga. Rahmat, xush bo'lding. Allah razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydonda daxil bo'ladi. YouTube va Facebook kanallarımızda ekran oldiga chiqib turayotgan nomerlar va shunaqla Facebook bo'lsin, Twitter bo'lsin, bu yerdagi aloqalashish nimamiz bilan programmaga aloqador har qanday savol, fikr, takliflar bo'lsa, yo'llashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi, shundaqla bu vatanimizda elib berilayotgan jinoyatniki hammamiz inkoslardan ko'rdik. Nurg'unlarimiz bugungi kungacha Xitoy elib berayotgan bu jinoyat necha yilga so'zilib ketdi degan. Ammo lekin Zumrat xonimning og'zidan anglab yangi anglagan narsalarimizni bor ekanligini ko'rib o'tdik, anglab o'tdik. Buni inkoslardan ko'rib turibmiz. Qarindoshlarimizning yana uyg'onishi, u zulmni anglagandan keyin qaytadan bir Xitoyga bo'lgan o'chmanlikninki, Xitoyga bo'lgan nafratninki yuragimizda uyg'onishiga intayin cho'ng bir turtkilik rol o'ynaydi deb qaraymiz. Shunga bu programmalarni do'stlarimizga, tanish bilishlarimizga hem baharlab, ularni ham ko'rishga tashviq qilishimizni umid qilaman. Shundaqla qo'limizdan kelgan qarindoshlarningki parcha holatda o'zlari yashayotgan davlatlardagi xalqlarga tushuntirish uchun mayli xatlik bo'lsin shaklda bu jinoyatlarni boshdan kechirgan shohidimizningki guvohligini tarqatib qo'yishini ham talab qilamiz. Programmani boshlab ketsak, Zumrat xonim, biz o'tgan bölümlerde, en ahırkı bölümde sizinki lagerga kirip şu yerde yaşayan içinişlik baştan geçirgen bu facialarni so'zlab bergansiz. Asosiyatini tugab, lekin Xitoyning tug'mas qilib o'tish jinoyati kelib to'xtagan edik. Biz bugun shu yerdan boshlasak, buni qanday elib bordi? Siz bunga birdan bir baştan geçirgen shohid bo'lgan biri bo'lib sifatingiz bilan shu yerdan boshlab so'zlasak. Qani marhamat. Bo'ladi, bu 2016 yildan boshlab butun shu Uyg'urlarni tutish boshlangandan keyin biz hammamizga shu bayroq chiqargan, Xitoy bayrog'i chiqarishga zo'lab Xitoy bayrog'i chiqarishni uyushtirdi hukumat. Butun odam shu dushanba kuni atdiganda shu bayroq chiqamiz. Bu bayroqqa chiqadigan daftarimiz buni ichida mana Xitoy inni qilib yozib, mana 90dan töven ağalar, 95dan töven ağalar mındaq layoqatlik, layoqatsiz deb. Mushu daftar uchunlam endi kunda degidek mushtaq tamg'alan urpirdi, qachon chiqqan. Bu tamg'animi taq butun bayroq tugab 2 soat bayroq turgandan keyin bayroq chiqarish murosimi tuggandan keyin anadan keyin bizni
Uyga qaytqılı qo'ydi. Mayli issiq, mayli sovuq, mayli pishg'irim issiqlar bo'lsin, shuning qaramay dushanba kunisi nereden bo'lmasin bayroq chiqib chiqamiz. Bütün Uyg'urlar uning xavzi chiqmaydi tahi. Hattoki biz bayroq chiqarishga mansaqmi, xavzolar bizni zangli qildi, ishtik bo'linglar. Sizlar davlatni bak yaxshi ko'rganki, ishtik bo'linglar, bayroq chiqirdigan vaqt deb ketdi deb. Shuning bilan bayroq chiqamiz. U yerda Xi Jinpingni yo madiylaydigan maqollar yoki Milletler İttifaqlığı to'g'risida maqola yozg'ili qo'ydi har bir bayroq chiqarishda. Uning ustiga bu bayroq chiqarish marosimida butun bir haftalik bizning qildigan ishlarimizning hammasini bular o'rinlashtirdi. Hattoki kim tuqqan qildigan ishlarni, to'y qildigan ishlarni, masalan Xitoyning bir siyosatlari bo'ldi, hammasini shu dushanba kunisi bizga hammani uqtirdi. Shu bir kunisi shu lagerdan chiqqan vaqtdan to'satdan shu normadan ortiq bal tuqqan ayollar hammasi qilib qilinglar dedimiş bayroq chiqarishdan keyin dushanba kunlikda. Shuning bilan biz qilib qoldik bir 200 dak xotin kishi qilib qoldikmi shu chaqda. Jeqindi. Hammamiz qilib qoldik. Qilib qolgandan keyin bular bizga uqtirish qilib, qo'limizga bir parcha qog'oz taqatdi. Shu mening bir xatoligim shu qog'ozni faqat ya rasm tortmabdiman yo bir olib qolmabdiman. Uningda qarasangiz har bir tug'ilgan bolalarningki yil soniga o'xshamagan ahvolda bularning jarimani qo'yish pul jarimanasimi o'xshamaydi. Masalan, hattoki bu Xitoy biroqlamush jarimani yig'ish ishini Xitoyning iqtisodiy tövallab ketdimi bilmadim, mush fuqarolardan bo'libmi iqtisodiy tövan bo'lmasimi, zodi Uyg'urlardagi hech qanday iqtisodni qo'ymaymiz degandaklichu hamda bularning pul bo'lsa, bular bakiliqi nima bo'ldi? Taraqqiy qildi yo bo'lmasa shunda bir ishlarga ishiltidi deganda qilib Uyg'urlarni yanchqidek pulni evilish deb o'yildim. Hech qachon unda bo'lib boqmagan jarimani burun olganlarni anglagan, lekin bu qatim ig'ir bostirish bilan bütün Uyg'urlarning hattoki 90-yili tug'ilgan bolalarmi jarimani barkan uning ichida mening hammadan tuvankam 3-farzandimga u chaqda mening bu bolamning 5 yoshga kirgan vaqti pasporti, doposi, hatto kimligi hamma nimasi batdi. An kichik qizimniki. Shuning bilan bular shunga qaramay sizlar zodi qat'iy mush jarimani to'lamasanglar bo'lmaydi dedi. O'sh jariman jadvalini rasmda topmabdimi? Agar u jariman jadvaliga qarasangiz, har bir yil soni tug'ilgan bolalarning jarimani soni o'xshamaydi. Mening bolamga bergan jarimani 18,400 qo'y. Ya'ni shu Uyg'urlar 3-chisiga. 3-balaga. 3-balamga. 18,400 qo'y jarimani oldi. Bu 18,400 qo'yni ham deb to'xtanglar sizga ko'rsatay. Hozir ertayoq bo'lgandim. Mana bu taxi jarimani ustiga taxi qo'rqmay yo'ldoshimning ismini yozibdi mana. Men buni mana nimaga evagandim. Bu yerda pul sonimi bor 18,400 qo'y. Mana. Bu taxi yo'ldoshimning nomida nima? Yo'ldoshingiz chetalik bo'lishi qarmay. Chetalik bo'lishi qarmay, chetalik bo'lishi qarmay shu jarimani oldi 18,400 qo'y. Mening akamning ayolimi 3-balani to'qqan. Ularning akalarimning 3dan balasi bor, ularning o'xshamaydigan. Meningdan cho'ng akamning balasi ekranda so'zlagan akamning balasi mening balamdan 1 yosh cho'ng. Uning 36,800. Yana bir akamningki 77 ming qo'y. Nima qildi u nechinchi bala qo'ydi 77 ming so'mni? 4-chi balaga, 4-chiga texmijiq qo'ydi, 4-farzandga. 3-balaga hamdi. 3-balaga aniga nisbat ani qatlab basilab 4-balaga ashundaq to'ladi. Bizga to'laganning bir hassichilik 4-balaga to'ldi, 4-bala tuqqanlar. Hattoki buni lagerdan chiqqan vaqtdan bu. Chiqqan ekan, chiqqan ekan. Lagerdan chiqqan ekan. 2016-yili nechinchi oy? Bu 2018 bana jariman qo'ygaqdi 10-oy. 2018-yili 10-oyda qo'ygan jarimani bu. 10-oyda mana. 10-oyni to'ytgan. Mana. Men buni ma'vu muxbirlar ko'rsaman deb ma'vu inglizchaga tarjima qilib olgandim. 18,400 qo'y jarimani qo'ydi menga. Mana men matanimni olib qo'ygan buni bunda qatlab. Mana 18,400 qo'y jarimani to'ldim. Amaliyotda bu nupusga erishdim burun bo'ldigan ishlardi, burun vaqt bo'lsa. Bu balamning nupusimi bor, pasportimi bor, hatto chet elga chiqib qolgan kichik 5 yoshga kirgan balam.
Şunun bilan biz bu ig'ir bostirishlardan keyin bu Xitoyga biz nima deb qilamiz yo anda munda demaymiz. Chunki har bir qitim bizga bir ig'ir besim bo'ldi, u besim nima desa, "Sening yotqing bormi?" degandikanlar biz qo'rqimizda bo'ldilar deb. Shu o'ng'ich aktiv bo'lib ketgan, siz atrofingizga u kirib ketgan, bu kirib ketgan, yo o'zi chiqmagan, yo bir o'likini chiqib berayotgan degandek, to'lisi ashunda ishlar ko'rgandan keyin yo o'rni nima ekanligini demagan, yo qancha yillik keskinni demagan, ashta bo'lmay o'liktirikini bilmay ashta bo'layotgandan keyin hamma inson qo'rqadigan bo'lib ketgan. Burungi vaqtlar bo'lsa vaqtni so'zib yo bo'lmasa animani qila oladi. Lekin mushu qitim jarimani to'laydigan vaqtda hamma odamlar aktivchanlik bilan yana kirib ketmayli mushlarning deganini qilmasak, deganini qilib hammamiz to'ldi qiliqini. Hattoki o'zi tug'ilib 17, 16, 18 yoshlarga kirib qolgan bolalar bo'ldi, ota-onamni jafo qo'ymay deb o'zining jarimonasini degidek to'ladi. Men shu chaqda biz mening faqatlam turmadan chiqqandan keyin tug'im kelmadi. Men yo'ldoshimga dedim, "Menga uyim kerak emas, mashinam kerak emas, menga hech qanday narsa kerak emas. Meni mishadan olib chiqib keting" dedim. Hech bo'lmasa, o'choq bo'lmasa, yo uy bo'lmasa, menga bir ikki tal xishni qo'yib, men sizga tomoq etib bersam rozi. Men bu yerda tug'im yo'q. Meni nima kun ko'rsang ko'rib, uyni sotamsan, mashinani sotamsan, nimani sotsang sotib, meni bu yerdan qutuldirib chiqding dedi. Uningmi degidek tug'dakmi halimi qanday yo'lishimdingmi? Bo'ldi, bu yer tug'andan rost ketayli, bir amalni qilib chiqib ketayli deb turgan vaqtda. O'ng'ich bu jarimani gibi chiqdi. Shuning bilan bizga bir bana bo'ldi bu. Biz dedik, endi bu jarimani to'lamaymiz, biz bu yerdan balonni o'posini jutayli, biz buni Pokiston qo'llashtirayli. Deb ashta dedik. Desak, buning unimi deb, bizni endi mening oilamni bo'libmi bu Xitoyning bo'lgan besimi nima desa, sen Jungoning qonun qoidasiga rioya qilmasang, sen ya yo'ldoshing bu qatam chiqqas kirolmaydi, ya sen chiqolmaysan, shu 3 balla qolsa bu yerda deblar menga o'shanda besimni soldi. Shuning bilan hech kimning ballalarini dadasiz cho'nqig'iz kelmaydi. Shuning bilan bo'pti deb boshladik. Shuning bu balaning noposini yo'tkab akassa qandaq biz bu yerdan yursak bo'lmamdi desak, yo'q cho'qim to'laysa bu yerda tug'ilgan bola bo'lgandan keyin pasport berishni o'ylashmidik, chetga chiqishni o'ylashmidik buningga. Sen cho'qim to'lashing kerak dedi. Ammo lagerdan yangidan chiqqan odam bo'lgandan keyin men faqat nim qilmadim buningga. Bo'ptilar. Mayli 18.900 ko'p beshimizni yamaydi, beritayli bo'ldi deb ashlar o'xshashlar. Menla mashta aktivchilik bilan badimmikin desam, men bankaga borsam butun mahaldagilar tizilib ketibdi. Hammamiz pul to'layapmiz. Shuning bilan bular dedi, bu ta'limni amaliyotda men aholilar komitetiga topshirib bergan ta'limdim bu. Men bermedim buni. Bermay yondirib evoldim. O boshqalar aholilar komitetiga topshirib bergan o'xshaydi. Men buni yutib ketdi, voy topamadim, uyga kelib yo'qab pul topshirgan ta'limni ko'ringlarni. Buni men pul topshirganligimning isboti mana topshirib keldim dedim. Shuningla men qog'ozda shunda surish chiqsa bermedim. Berolmadim. Çünkü onun da yoldaşımınki ismi var. Endi bu chet ellik jarimani qo'ydi-da, bu Xitoyning bir jinoyati hisobda. Xo'sh. Shuning bilan men uni bag'il unmay, shu jarimani qog'ozini ko'rsatib, aholilar komitetiga qaytarib akab bersa deganni o'qimadim. Hattoki buning ustida bolalarni, hatto planliq tug'ut jarimanisi emas, bu ko'piga qaraydigan bo'lsangiz, bolalarning beqish rasxoti degan deb jarimani oldik deydi. Balani biz boqamdiq yo hukumat boqamdi siz o'ylang. Xudoyim. Xuddi bir kun beqib bergandek bu balani siz uchun. Ha, albatta. Shuning bilan buni men ayvaldim, men bermayman buni deb. Ben tiqratdim bir yerga. Shuni qashog'a iliblam, so'liyoga iliblam shu bag'il unmadim. Shuning bilan bular yana 2 hafta o'tdimiki, yana bir dushanba kunida yana e'lon qildi. Yana 2 nima chovsang deydi ham deylik. Normadan ortiq bal tuqqanlar qilib qilinglar deb. Men faqat o'ylamadimki, men jarimani to'lab bo'ldim. Endi yana nimaga qilib qilinglar deydigandi deb shuningdan o bayroq chiqarishdan keyin to'xtab turib qoldik endi. Tursak bularni hammamizni to'xtab shuningdan sizlar bu 200 odamninki ismligi bormaydi. 200 odamning. Endi bu Xitoycha deyishcha 200 tal mingdan tushdi. 200 tal mingdan da tushganlarning hammasi bug'dirish operatsiyasi qildiganlar deb boshladi. Uni hukumat o'zi bir tutash o'rlashtirdi, haq ilinmaydi deb boshladi. Uning oldida endi bu men esimni bilsam, mush ayollar tekshirishi vatanda bek ig'irdi. Hatta 3 oyda bir, 6 oyda bir tekshirishchilar kepli turdi-da endi. Ayollar tekshirish qilgan deydi, hattoki betit apparati, qon oldigan
bu hamma ishlarni aholilar komiteti yoki bo'lmasa burun dadu shodi vaqtlarimizdami ashundaq yerlarga shu narsalarni ekilib doktormi ashada kelib har bir tekshirib uzuk bormi yo'qmi hatto jutdan kep urumchida o'ltiraqlashib qolgan uyg'urlarnimi shu jutdan talab qiladi shu ma bu o'zing turayotgan joydagi doktorxonaga berib sen uzuk sag'uzmag'iningni tekshirtib aniki bizga isbot avatsa deb xuddi bir ajutdan kep majutga kep tug'ib oldigandek ayollarni. Shuning bilan bu shu 2016-yildan boshlab shu Uyg'ur ayollariga uzuk sağan uzuklarni, masalan, silmiga uzuklarni butun doktorxonalarda ammaslik uqtirishini chiqardi bular. Doktorxonada uzukni elish uchun 5 yerning tamg'isi bo'lish kerak. 5 yerning. Masalan, hattoki pilotlik tug'utishxonasi, aholilar komiteti, masalan, nurg'un yerlarning endi u esa 5 yerning tamg'isi ketadi. Shu tamg'i bo'lmasa ayollardagi silmiga uzukni olmaydi. Masalan, bu uzukninki 5 yillik vaqti bo'ladi ekan. Ayol kishining ichida turish vaqti 5 yillik bo'ladi ekan. Ba'zanlarning 9 yil, 10 yil bo'lib ketganlar bor. Ba'zanlarning endi haqiqatan bu uzuk ziyon qilib, yo bo'lmasa reaksiya qilib shunda ishchilari bir qanday bo'lib ketadigan ahvollarmi bo'ladi endi. İnsan bedeniga ziyon qiladigan, masalan, men mushlarni to'rdan izlab topdim. Mana ko'rsangiz, mana shu ayollarga saladigan uzuk, bu uzukninki endi ashta sunib ketish, masalan, ayollarning ichida. Masalan, bularga ig'ir reaksiya qilish, ashundaq men shu programma chiqaman deb mushtaq narsalarni yig'ib qo'ydim. Bu uzukning shakli endi T shakllik. Qanday bo'ldi? To'xtang. Men hozir sizga ko'rsatay. Aslında buludu. Endi bu bir tömür. Siz oynab bakın. Bu tömürni siz angadesiz suğuçlap koysanız bu neçik vakitten ki onun rengi özgüreydi ya bir qanday buludu, datlaşıdı degandek. To'g'ri. Aslında ehval aslida bu ayollarga bular bir insonning qalbidan chiqib ketgan endi mana mushunga o'xshaydi mana. Mana siz o'ylab bakın. Mushundaq narsa butun Uyg'ur ayollarining ichida bor degan gapda. Shu Uyg'ur ayollarining hammasining ichida mushtaq tömür bor. Xo'sh. Mana shundaq ahvol aslida atrofimizda nurg'unlari hattoki uzuk reaksiya qilib balqitlar og'rib bular uzukni avitimiz deb bo'lsa doktorxonadan og'il unmay sen uzuk olsang bo'lmaydi uzukni og'il bo'lmaydi hozir deb uqtirishlar doktorxonalarga borsang 5 yerning tamg'isi kerak sen bo'lmasa uzuk olmaymiz deb bu bichar ayollar qiynalib hatto balyatqu rak o'smirak yana bir mirak shu ayollarga oid rak kasallar jiq o'lib ketgan Uyg'ur ayollarimizmi jiq shuning bilan bu doktorxonalarga shu shunga 200 tal nimba dedi. Mingdan tushdi, tizimlik tushdi sizlarga 200 odamning birinchi qaror ketganmiz taqa biz. 200 tal ismlik tushdi. Buni ichida endi biz hozir e'lon qilamiz, shular qilib qilib qag'ininglar, ketinglar dedi. Shuning bilan bu yuragim shunda sab ketadi-da endi. Rost desam, menga u narsa ziyon qiladi. Men uzoq turg'izolmaydim, men qilib baqqan, lekin uzoq turg'izolmadim. Şu bel qo'saqlar og'rib pek bearam qildi endi. Bu reaksiya qildi degan gap ajoyib bir tas ish bu. Men beshimdan kechirgan. Endi ajoyib bel put qo'saq hammasi og'rib inson o'rindan turolmaydigan, putlar titraydigan ashunda bo'lib ketdi. Ba'zan bir bichar ayollar shu hukumatning ig'ir siyosatlaridan mushundaq uzuklarni ichida og'il unmay ashunda chirib, sesib, vaqt o'tib yoki go'shga petib atrofidan go'sh undirib degandek endi uzoq vaqt turgan ekan. Ashundaq bo'lib o'lib ketgan ayollar, kasalliklardan o'lib ketgan ayollar nurg'un. Shuning bilan men bu uzukni necha qatim evatdim. Evatgandan keyin bu 10 boshda o'nimizning ismini chaqadi. Qolganlaringlarni kelar dushanba kunisi e'lon qilamiz. Qolgan o'ninglar deb o'nimizning ismini chaqadi. Chaqagan vaqtida o'sha ichida birinchi qatimliq tizimlikda men borganman. Şu bir 5-nji olupmu 6-njy olup mening ismimni chaqadi. Chaqaganda qo'rqib, u chaqda xuddi bir bizning jinoyatchi ya bo'lmasa bizning o'lim maydoniga olib boramiz degandek har birimizni tizib qo'yib palanchi desa adam ajoyib bir xil qo'rqinish ichida endi. Ismim chiqib qolmasin, nadlos ashtallaydigan, ashundaqli duo qilgan vaqtimizda bir ismimiz chiqib qolmasa deb ashta degan siri yili birdam ani qilmading, yili birdam mani qilmading, yili mashinani o'taldirmading, yili mashinani operat qilsamading. Va yoki sen hozir bir sil telefon so'zlashding, o'zing 3 kun bo'pti, kimlikni sen bir nimaga sanmabsa, ishlardan o'tmabsa, sen nima ish qilding deb o telefon degan kundi kelib turdi-da bizga endi.
2 günde bir, 2 günde bir. Maşınga mayını cık kaçılıversak mı nim dep cık kaçılayız Az kaçılsak da az kaçıldık deydi. 3 gün maşını otaldırmapsam, apparatga düşmepti deydi. Şu apparatga alayta işimiz bulmasa mı maşını o yakta alıp elip mangdırıp yürüyemiz. Şuna o sakçıkandan telefonlar cık keliverip biz yürüp alaqsadı bolup ketdi. Şunu bilan aşağıdan titrep turyapmiz. Onun içinde ismim barkan to'q. Şunu bilan endi u qandaq ularni uqtirishcha endi oldimizdagi dushanba kuni atdiganda bayroq chiqarishdan keyin mush eshikning oldida saqlashimizni mushu oldin qatardagi 5imizning, ya'ni 5imizning shu kunisi oldimizdagi dushanba kunisi operatsiyaga olib berilganligini uqtadi. Şunu bilan men yana yo'ldoshimga endi ishondimda endi meni cho'qim qilolmaydi. Meni bir putim endi chet elda bir putim miyada menga hech qanday deyolmaydi. Bular meni qilgan holatdimi bu keyin buni hudisdan chiqolmaydi deb endi meni yo'ldoshim ayol chiqqandan keyin hattoki burun necha qatim shunday ishlar bo'lgan endi buni keyin bir deb berishlar to'g'ri kelar. Ashta ayfalasizmi mening yo'ldoshimning chet ellik bo'lganligi uchun men nurg'un ishlardan qutulib qolgan. Shunga men buni uyga kirib men unchalik pek qo'rqib ketmadim boshda. Qo'rqib ketmay endi meni yo'ldoshim chiqib bular bir narsalar deydi degandan keyin bu ish o'ngishildi dedim. Darvaqa men uyga kirib buni yo'ldoshimga ko'nglim yerim bo'lib dedim endi. Bir tarafdan ishimma, bir tarafdan endi qanday bo'lar degandek endi. Chunki men 3 yil balamni operatsiya qilgan, men operatsiyaga shunda bir qirchinib ketgan, hamda qo'rqib ketgan. Shuni bilan uyga kelib bu ishni yo'ldoshimga dedim, qarangma, bugun meni aholi komitetidan ep qilib Müşte operatsiya, tug'maslik operatsiyasi, bug'dirish operatsiyasi qilsan deydi. Deb ashta deb azroq endi ko'nglim yerim bo'ldi. Yana hisobdan bir tarafda meni yo'ldoshim qutuldirdi. Unda ishni qilolmaydi menga. Bu bir satdeshamda xalqaradimi bir chet ellikning ayolimi deb o'tibdi desa, bu yana oyog'i bu yerga berib mana yeyilib ketib sat turdi deb qo'rqidi bo'xtay deb o'yildim. Qarsam yo'ldoshim men bil tang tushdi. Menga men bilib tushay. Unda unda ish bor ekan deb aşıdadı. Ondan keyin bu İslam devleti tug'ilgan inson bo'lgandan keyin bu bunda ishlarni pek ig'ir ha elib ketgan. Shu men bilib tushayman dedi, ma'qul deb aholi komitetiga bordik. Berib dedi, biz bir narsa yuz beraylik deb boshda. Bir narsa yuz beraylik, endi ikkinchi balla qo'ymaymiz deb. Endi biz o'ylaymizda, endi biz baribir chiqib ketamizmi yerdan, ha deb turib chiqib ketib olaylik. Tutilib qolmayli bularga degandek qilib ularga yo'ldoshim dedi, biz ana siz bireylislerge bu endi ikkinchi balla qo'ymaymiz deb kapolatnoma beraylik desa, voy o siz naning gapini qilsa siz Junxo xalq jumhuriyatida yashaydi ekansiz, Uyg'ur ayollar kadr ashadi. Junxo xalq jumhuriyatida yashaydi ekansiz, siz cho'qim Junxo xalq jumhuriyatining qoidasiga rioya qilishingiz kerak deb. Har qatdan bizni qo'rqitadigan bir so'zi bor shu, aholi komitetining deydi-ki, burunqi zamonga hozir o'xshamaydi. Burun xalqning pasportini tatmasak mustanikin tatolmaydik, chunki to'y qilgan deb. Hozir buning o'xshamaydi siyosat. Bizning bir go'yding degan gapimiz bilan hamma ish qilishlar kerak. Uni hech qatda hech kim to'sib olmaydi deb. Shuning bilan bu yo'ldoshim dedi, buni nasibdan dursakmi yoqtaydi. Hattoki bizni har qatim qo'rqitadigan bir lig'iz gap bor, u bo'lsa-mu yo'ldoshing kirolmaydi, sen chiqolmaysan. Bo'ldi, unda olsa ishingni qil degandikinlar biz u chaqda biz siz o'ylab abayma deb o'tdim mana bir dadasiz bolalarni beqish har qanday xotin kishiga ig'ir keladi. Shuninglar yo'ldoshim dediki, unda bo'lsa meni qo'ytinglar. Buni qilmanglar. Men endi 6 oy sudik tutamaydigan bo'lib qoldim. Am gapni o'chig'im bu. Hattoki masalan ba'zan bir insonlarda ham da yo'talsa, u bu qilsa sudik chiqib ketish normal shu. Lekin men 6 oygachilik hatta öğür turasam mı, tamak yapasam mı, hech qanday ishni bilamadım, tutamadım. Şunu bilan bu yo'ldoshim ularga degildi. Unda qilmanglar, bu endi chiqdi salomatlik faqat yaxshi emas. Buni bir oyab qo'yinglar. Hech bo'lmasa, mani sal orqaga suritinglar buningki operatsiyasini. Deb boshladi. Ya bo'lmasa meni qilinglar, buni qilganda meni qo'ytinglar. Deb boshlasa bizning chet ellik tishimiz patmaydi, siz bizning fuqaro emas, biz o'zimizning fuqarosini to'laymiz deydi. Unda bu qanday mijoz yo'q, bu mishinchilik og'riq tursa, bu qanday bu holatda buni bunda qilsizlar dedi. Rostdan esa men endi uni ichi burunmi mushtaq baslik semisdim, am uni ichiga kirib 62 kun turibdimi, 62 kun jarayonida mening badanim xuddi bir shardan nimani yelni chiqaribsa bir menda qaytadan bir nim bo'lgandek, mush ishki belikim, qo'squm hatta şu ingeklerimden tatip müşellerim
to'satdan işte sangılaş olup bedenlerimde şunda özgürüş oldu. Hatta göçlerim sangılap kaldı işki birlikimden şeylerimdeki. O gaplarni ben de oturup bulamayım. Şunçilik 62'de burundan tatbiqi tuyuqsiz yep içişlerimi to'xtatib suv bilan saytotlarni qaynoq suvga ya bo'lmasa so'g'oq suv saplan bergan ekan. Tamoqlarni nachar. Bu onun altını ko'rdinglar, mana mushu holatda bu qanday operatsiyani ko'tara oladi deb asharisi operatsiyani ko'tara oladigan, ko'tarmaydigan doktor belgilaydi. Sizning karingiz bo'lsin. Deb ashardi. Eli qiyat uni desak buni deydi, buni desak uni deydi. Oxir uyga chiqib biz bir kecha men qo'rqib yig'ladim. Bu atgan zulmga chidamay, bu er kishining ko'zidan yosh chiqmoq oson emas. Bir xil bearam bo'lib bu yig'ladi. İşkimiz bir kecha xuddi bizning bir a'zoyimizni kesib avtib naka bo'ldigan, meyip bo'lib qoldigan holatda biz o'zimizni ashunda o'ylab ketdik. Bir kecha men degan bir tarafdan qo'rqyapman. Hatto men doktorxonaga berishdan burun meni zada qanday operatsiya qildi, hattoki men bilmadim-da, endi og'zimni shu gaplarni o'ylashib ketdim. Hatto operatsiya qilamiz deb og'zimni itib bilan berib boshqa narsalarni ivolamdi, yo bo'rgimni sug'urib olamdi, men bilmayman, men bular ishonmayman. Bular har xil ishlarni qilyapti hozir, men bek ko'nglim yeraman bu operatsiyaga. Mayli tug'anmasam, mayli, lekin bu operatsiya qanday ilib borildi, bu bir bas qilsa ishga a'zoyingizdan nimani tortib oldim, men bilmayman. Men qo'rqyapman deb men yig'layapman. Bu deydi, bu nima zulm? Ay bu nechinchi zaman, nechinchi yillar bu? Hozirgi vaqtdami mushundaq ayollarga mushunda zo'rlab mushunda qildigan ish bormi? Buni Xudoyim buyursa men chiqib oldigan bo'lsam, buni bek cho'ng bir xabar qilib ishlayman. Va cho'ng muxbirlarga deyman buni. Deb boshladi. Shuning bilan shu mushundaq narsalarni shunga yig'dik biz. Har qachon bir narsalarni shu isbotliqqa, shu muxbirlar bilan ko'rishimiz, buni cho'qim avjiga chiqaramiz degandek qilib, mushtaq materiallarni. Şunun bilan kecha shu bearam bo'lib yig'ildik. Endi bir inson, bir ayol kishiningki har qachon mayli kimni bo'lsin, qanday bir ayol kishi bo'lsin, er kishi bo'lsin, bo'libmi ayollarning bekaraq o'ylaydigini, masalan, ikki qiz yo ikki o'g'il bo'lsa, hamda jup bo'lsa bolalarim deb o'ylaydi ekan. Endi mening bu xayolimda mening ikki qizim bor. O'g'lim yolg'iz bo'lib qoldi deb o'ylaydim. Hatto er ayol ikkimiz deyishatdik. Mishadan chiqib ketib, endi xotirjam planliq tug'ut yo'q yerga berib ana dekin tug'asiz o'g'ilni deb. Ammo yosh o'g'ilni keyin men unchalik havisim batdi hamda balla yana bir balla aldığanğa bir nimem batdi hamda arzuyum batdi bir o'g'lim yolg'iz bo'lib qoldi degandek. Buni har qanday ayol kishi o'ylaydi deb o'ylayman hamda. Jup bo'lsin ballalarim deb. Shuning bilan xuddi bir mening bir a'zoyimni julib olib ketadigandak, buni naka bo'ldigandek, masalan bir put bir qo'l yoki bo'lmasa 5 a'zoyimning birisi yo'qdeklam his qildim. Chunki ayol kishiga nisbatan bu balyatqo ya bo'lmasa tug'anmaslik degan gap bir odatda bir meyib qatorida hisoblanagandek o'yladim men. Shu bir kecha yig'lab o'tirib aytganda ularni uqtirishcha uydan hech kim kelmaslik kerak. Uydan hech qanday oila tabobatlari birga kelmaslik kerak. Aholilar komiteti o'zining mashinasida elib berib, o'zining mashinasini o'zimizning mashinasida akab qo'ymaymiz deb. Shuni dushanba kuni aytganda aholilar komitetiga chiqdik. Chiqsak shu ismi 10'imizning ichida 5'imizning ismini deganda, 5'ilisning ismini bilman, adresini bilman. Hammasiningki. Hatto shu men har bir qitim o'sha ishlarim qanday ish qilsam atrofimdagi hammasining ism, adresi hammasini kallamga singdirib mangdim. Atrofimda chiqilib ketgan masjid ulamdi. Qancha masjid chiqildi uyimning atrofidagi. Hammani o'sha ichimga pukib xatlam deb yashadim-da. Shu aytganda dushanba kunisi aholilar komitetiga bordik. Basaq 5 yilisi turibdi. Şunun bilan bizni mashinaga saldi, oldi-kayni bo'lib, chiqib bo'lamay, kirib bo'lamay degandek bu xotonlar. Hammasining ko'ngli menlam ashta bir yerim bo'ldimikin desam, hammasi bir xil ko'ngli yerim sulg'unchiray. Ya qo'qqando, yoki bo'lmasa menga o'xshash ansirgando, boshqa narsamizdan bitamdi, ya qanday bo'ldi, ya bir operatsiya davomida. Hattoki aholilar komitetimi bir uyingdagilar chiqmasin. Uyingda yolg'iz chiqish deb boshladi. Şunu bilan men aholilar komitetining oldiga chiqdik. Chiqsaq 5'imizni aholilar komitetining mashinasiga o'tag'izib, shu temir yo'l idorasi deymiz, ham teologiya. Aşağıda Nailik doktorxona bor. Urumchi Nailik doktorxonasi. Endi u yenimizdagi aşının yenida fangizdan batdi burun. Abdunum rayonlik fangizdan mu hamda şəhərlik fangizdan mu. Aş fangizdanning hamkorlashib shu temir yo'l idorasidagi Nailik doktorxonasi bilan birlashib shu
Naylik doktorxanani Ürümçi ana balla doktorxanası degandek bir narsa o'zgartdi. Tug'utda yumshu ayollarni tekshirishda degandek aşnada bek ilg'ar o doktorxanani. Şunun bilan o qitimqi operatsiyani shuningki Naylik doktorxananing 13-chi qavatimi xudoyim ashundaq bir qavatga chiqdik endi. Chiqib heliqi yerda xuddi lagerga kirishdan burun heliqi tekshirish epadi dedim men oldin qatam. Mush qatirsiga tizilib o'tirib tekshirish epadi deb. Dal ashundaq bizning aholi komisiyaning odamlari bor yana shuningga o'xshash ko'rinish. Yana biz aldirmay menib qon tekshirdi, betit apparatda bir potokada suvni berdi, uni ichib o'tiringlar dedi. Şunun bilan ishchivatimiz yana oldiga keyniga azroqdan mengvatimiz mangandan keyin bu shulik shig'ilganda andan keyin betit apparatda tekshirgildi ekan. Şunun bilan u yerda o'tadiq, har birimizdan qon oldi, yurak tekshirish qildi, endi bu har bir tekshirishlarni qildi. Şunun bilan shu birdan shu tekshirishlarni qilib, yana atuşka degandek ashtaq kirgandan keyin bir do'stimizning shu men bilan do'st qatori kirdi, mendan bir yosh kichikmi, o qizning 3 bal to'qqan qiz bal. Ash qiz balni endi bunun ig'ir qapliq ishiq, so'liq ishiq demda işte ishiq baka buningga tig' tekkizishga bo'lmaydi. Tig' tegib, aniga tegib ketib qolsa bu xatarlik deganni qilib o qiz balni rad qavatdi, operatsiya qilganga davolanib kelsin. Hozir yolliq baka buni ig'ir yolliqga bu endi buningga biz nim qilmaymiz. Bu qiz az bo'lgandimi uyda 2 hafta davolanib kelsin deganda qilib. Şunu bilan bu qiz balni operatsiyaga o'rlashtirib qolgan to'timizni. Şunu bilan bir juronglar dedi, hamma qildib oldimizdan kiydigan bir xalatda ko'p narsani kiygazdi, mushtalam. Beshimizga do'ppidan birini kiygazdi. Şunu bilan heliqi degan oyatdan o'qitib barma ya Alloh Xudoyim osonlik bergaysa Xudoyim nega apmang deymini men bilmadim. Endi u yerda balki siz baga vaqtida nurg'unlagan insonlarni ko'rgansiz balki bu doktorxonada. Albatta, shunday ish unutib qoldim. Bu yer baga vaqtida boshqa rayondan kelgan ayollarmi batdi. Menlam emas. Boshqa rayondan odamlarni akabdi. Bizninglar emas, tunmaydigan ayollarni ko'rdim, lekin hammasi Uyg'ur. Masalan, bizning rayondan 5, yana bir rayondan 5, yana bir rayondan 5, ashundaq qilib har bir rayondan akaga ayollar bor. Siz o'ylab boqing, bir kunda bir rayondan rayon emas, bir mahalladan 5 odamni akaga tursa bu yerga. U bir qassobxonadakli ko'rdim men, bir qushxonalar bor u. Ashundaq qilib. Shuningdek bir uzun koridorga, koridorning hamma tarafida birinchi operatsiyaxona, ikkinchi operatsiyaxona, men ishchiroq bir yerdagi operatsiyaxonaga kirdim. O kirgan vaqtimda butunlay ikki tarafga qarab mangdimda, hammasi xuddi bir hatto 10-chi operatsiyaxonagachilik bor ekan uning ichida. Ikkala taraf operatsiyaxona. Shuning bilan bu deb ishchiga akriyadi, shuni bu qanday operatsiya qilganini bilmayman. Men shuni to'qqa odam bizning qo'saqlarimizni kesib operatsiya qilgan bu yana kesib nani kesa endi davatman. Shuning bilan uning ichida butunlay tug'ut karvatlar bor ekan. Ayollar tug'ut karvati. Shu tug'ut karvatida yotdim. Shuni bilan bu osmukulni urdi bilkimga sa hechnarsani tuymaysa, xotirjam bo'l, og'riqni his qilmaysa dedi, ama qildim. Birdan turib ismimni chaqirganda qildi. Asmukun urgandan keyin ismimni chaqirdi, ha dedim, yana chaqirdi, yana ha dedim. 3-chi qatim ha dedimmi, tushundim dedimmi yoki o'ngimda dedimmi bilmadim. Hech nimani bilmay, sezmayli turib qoldim. Shuning bilan birdan qanchalik vaqt operatsiya davomlashganini bilmayman. Bir kamda qarsam shunda titrak besib tonglavatimda endi bir o'yna ichida. Shuning bilan bu ajab to'nglab ketdim deb o'zimcha shu yotganni bir yerlardan izlaganda qildim, qarsam ustimda yotgan baka shundaqdimi to'ngildim endi. Shunchaki so'g'oq uy. Qarsam o bir yerlardan ovozlar anglanadi. Voy bu xuddi bir tug'ish oldida to'lg'aq yotgan xotinlarning yerine akab qo'ydimi meni deb ashunda o'y fikr ashda o'ylab ketdim. Atrofimga qarsam men bilan tang 3 xotin kishi, bir yotoqning ichida 4 xotin kishi yotimiz endi qatirsiga. Shuning bilan o osmukul bor qo'limda. Menda hech qanday sezim bo'lmaydi, lekin ayollar pek og'irganligini, o'ziniki bearam bo'layotganligini ashunda sezib bara o'shunga keldim. Shu mening texib puturimning, bilimning osti ishlamayotdim o maslaga yeshilmagandek. Şunu bilan qarsam bular Vayjanda atdı, Vayjan va yayda atdı. Men o'zimni faqat kallam joyida ajab bularni og'ir kutibdi deb o'yladim. Birdan turib bir
Yarım saat kalmayla bu kosak yani qaytadan ağrışqa başladı. Ağrıqni sezdim degan. Men şular o'xshash ingrashqa başladım. Ve şunchilik endi bir aram bulup ko'ngilishib ko'nglim ilishdi. Shu bir aram buldum qo'sqimni ichib mujib ag'ratadi bir idishqandek. Shuning bilan doktorga men dedim. Ovozing yaxshi emas. Ha. Üzülüp qaldimi ovozingizga? To'xtab qolgandim hozir. Davom qiling. Shuning bilan biz sana hozir og'riq shu kunni urib qo'ymiz, xotirjam bo'ldi deb ma'qul dedim. Shuning bilan sizni oldin operatsiya qilib, siz o'shangiz kelgan vaqtgan bu yani. Qilibdim. Meni shu bir yolg'iz uyga akirib qo'yibdi. Shunda so'g'oq uy. Shuning bilan u operatsiya qilgan qulamga shu vukulning o'ziga ham shu nimasiga Asmukulninki gazga shu vukuldan birini urdi. Meyerimden urduğu deyman. Mişirdinden bir alaqı mavu bilek urduğu vukuldan bir vukulni mavu asmukulni işidil urvetdi. Xatirjam bol ağırıq pasaydı şu vukul urup koydum xatirjam bol dedi. Ana dedi ki bana meni mıda qıp durup o sestra. Qara hazır senin yana 2 saatlik müşahede demeliş vaqtın ba. 2 saatdan keyin sen vukulmu tugaydi yarım saatdan keyin sen 2 saatdan keyin bir şeyden 2 saat bir şey yetişini ben ba 2 saatdan keyin çıksan senin şöçünün adamlar paladasını sakladı. Seni ektido kessen buldu 2 saatdan keyin dedi. Şunun bilan vukul tugidi yana qopay deb o'rnimda 2 qatim o'rnimda mishta qopdim qopsam o 5 baş hech qandaq narsa bir qopalaydigandek emasman. Yana birdan qilib baqman, yana o'rnimda qopay deyman, yana beshim qo'yib ketdi oxir bo'lolmadim. Şunun bilan o 2 saatdan ortiq yotdim. Yotgandan keyin ayollarni asta qo'saqlarini tutib chiqib ketdi. U yotoqda yolg'iz qoldim. Şunun bilan yana amal qilib bir yerlarni tutib yurib taloq chiqsam aholilar komitetiga kelganlarning bizning birlik kelganlar ashtalar telefon o'ynab o'tirib ketibdi. Yana qadam saqlaydigan yerda. Şunun bilan bir er kishi, bir ayol kishi meni bizni olib kelgan. U qolganlarni udulliq operativ to'g'a o'xshaydi endi, uni bilmadim. Men bağanda beşimiz bağan kilitga vaqtda ashlarning mashinasida o'zim yolg'iz o'tirib shuningla uyga ketdim. Uyga ishni oldiga kelganda yo'ldoshim telefon qildim. Shuningla og'il tushdi. O'ng'ichi doktorning menga degan gapi hamda sestraning. Sen cho'qim uyingning atrofidagi odatdagi doktorxonadan 7 kunlik osmos turishing kerak. Yolliq qaytaradigan vukulni cho'qim urdirishing kerak. Uyingga qaytganda shuni cho'qim nim qilgan deb anandan men qulamga bir 2 xildek darini berdi. Şu darini ishgan deb. Shuning bilan bir haftadek ashundaq ahvol ostidimi? Hattoki men ashundaq og'riq kasal tusammi, haliqi tuqqan bo'g'an Xitoylar yana 10 kunda bir qatim kildig'ashni, men og'riqkan, men nim bo'ldi, nima emas deb haliqi bormayli uyga demay, ashunda og'riq vaqtimdimi 2-chi kunisi, 3-chi kunisi bular qo'ng'il keldi uyga. Siz o'ylab baqing. Mening mijoj yo'qka bir to'xtab turaylikmi demadi. Uyga kelib bo'ldi, biz sen tamoq etib birimiz xotirjam bo'l deb, u haqning tamoqini yegil olamdi siz o'ylab baqing. Hattoki menda shu og'rib yetivassam, sen qanday hissiyatga kelding? Hukumatga bir ochig'ing bormi degandek mendan savollarni so'rdi shu chaqda. Uyga kelgan Xitoylarchi, tuqqan bo'lgan Xitoylar. Sen hukumatga qanday bunda siyosatlarga xap oldingmi yo ko'nglingda qanday? Bularning maqsadi bu Xitoylarning bizni tuqqan bo'lishlik maqsadlari butunlay bizning ishchilarimizdagicilik bu zodi nima maqsadi bor? Qanday o'ylaydi, nafrati bormi degandek ashunda shunimi yozdi. Hattoki men shu tug'mas operatsiyasi qilayotgandan keyingi hissiyotlarimni qanday bo'ldi, qanday emas, sana nisbatan qanday besim bo'ldimi yoki ochiqim keldimi hukumatga nisbatan degandek ashundaq gaplarni ilib mendan yezib ash xotirasiga ashundaq 10 kunnimi men xotirjam ya bo'lmasa orom olgan kunim degandek o'tkazolmadim. Ya'ni shular ashundaq kavilib tushirib. Shuning bilan bu operatsiya shundaq qilib tugidi 10 kun dek uyda orom olgan bo'ldim. Shuningdan keyin bir kunisi mening bir do'stim og'rib qoldi. Og'rib qolgandan keyin yana shu doktorxonaga shu ayollar kasali bilan mijoz yo'qdi. Qizni doktorxonaga bilib bormoqchi bo'ldim. Men mangadigan qasqaga vaqtida. Berib ilk do'stim doktorga ko'z tush jarayonida u doktor Uyg'ur ayol doktor ekan. Shuning bilan o ayol doktordan so'radim. Meni shundaq aholi komitetidan operatsiyasi qilayotgan.
Endi bugün siz bir adam mı yokken sizden bir maslahatni so'rab olay degandim. Endi bu bug'dirish operatsiyasini qildi. Lekin bu bug'dirish operatsiyasi qilgandan keyin ayollar yana qaytadan tug'ish to'g'ri kelib qolsa bu operatsiyani bug'vatdiq deydi. Endi bug'vatdi degan gap cho'qim uni ko'pidan mana Yani bug'ib bu qo'ydi, üzüksel chigib iş qo'ydi emas degan yani. gap endi. Uzuk silish emas. Bu bug'vatdi degan gap endi bu chigib qo'ydi degan gap menimcha endi yana balliq bo'lish to'g'ri kelib qolsa buni chigishni oshqili Onda bo'ladi olsa deb o sizin ashta bu operasyonu masala sizin bu so'rdi. qatım qilganda yani kesip operasiya qilibdimi? To'xtang, shuning bilan doktordan so'ramadim men hozir. Aha. Biz bu mang'ida vaqtida o'zimiz arayalishimiz tasalli berib, bo'ldi bo'g'vatdiq degandan keyin bu cho'qim bo'g'vatdi. Hozir bu kan texnika naga ketdi, buni cho'qim ochildi, oshqili bo'ladi deb hattoki bo'g'dirish o'zlari xohlab bo'g'dirayotganlarmi barkan shulardan telefon urib so'rdik. Bu bo'g'diryapti degandan keyin oshqil bo'lam desam bo'ladi, lekin ozroq tez, lekin bo'ladi degandan keyin bo'ptilar deb men bu operatsiyani qildim. Shuningdek do'stimni doktorxonaga operatsiya jarayonida men bu doktordan adam yo'q deb boshqa do'stimni tekshirib qo'ygandan keyin bu ayol hech qanday bir tekshiruvga adimi yo'q. Hali vaqt keldi. O doktordan so'radim men. Siz Uyg'ur ekansiz, meni ishchimdagi gapni bilasiz, Xitoycha men bek tushuntirib olmayman. Sizdan mush maslahatni so'ray degandim. Desam, siz mush doktorxonada qilganmi deydi. Arsam ahalla ko'pchilikda kelganmi deydi. Arsam undaq bo'lsa bu turbu yo'li degan bir udul bir mushta bir guanziga o'xshaydi deydi. Bu o'zlari xohlab bo'g'dirayotganlarning hammasinikini buni bunda qatlab miyadan bug'di deydi. Chigib qo'ydi, uni keyin avatkilib bo'ladi. Biz aholilar komitetidan olib kelgan hukumat majburiy tug'dirish operatsiyasi qilayotganlarga biz bu o'tirdagi guanzini kesitib deydi. Inchki qilqon to'mirdek guanza u deydi. Ashtaq guanzini mushadan evitib, kesib o'tirdan evitib, anondan keyin chigimiz bu mumkin emas. Bu bundan keyin tug'amaysiz deganda anondan keyin mening o'zimning qanchalik endi u kunisi do'stimni doktorxonaga olib lekin mening qanchalik parishon ekanligimni men burunmi o'zimga shuncha tasallini berib kelgandim. Buni og'il bo'ldi, bo'g'dirish degan bo'g'dirish u. Bo'g'atgandan keyin cho'qim o qig'il bo'ldi dedim. Andan keyin men bu Amerikaga kelib buni bir isbot olib qo'yay. Mushuning qanday bo'lsin isbot qilib qo'ygan yaxshi har qanday yerda deb Amerikaga keldim. Keliblam doktorxonaga bordim. Tekshirib kelib bordim. O chaqda mening aniq istirahxona yarim taqa chiqmagan. Shu doktorxonaga berib tekshirdim. Tekshirtib meni shundaq men işte operatsiya qildirib etgan hukumat. Buni hozir oshqil bo'lamdi desam bu kaplam uzoq o'tmay bo'lgan shu o'g'anda ko'chaqda mening strahvani hech qanday narsalar yo'q dey Amerikaning. Shu buladiki 3800 dedimi 4400 dollar bilan sening ichingga suv mangdirib andan keyin bu yana nana atganligini andagi oshqil bo'lamdi bo'lmamdi. Andan keyin tekshira olamiz. Bo'lmasa hozir tekshirgil olmaydi. Bu o'zingmi qiynalsa uni tekshirish uchun hem iqtisod mücahketi sanağın tağı nimang yo'qka, istirahxonang yo'qka dedi. Bo'lsa aşağıda bir isbot olib qo'yay deb men Amerikaga kelganda doktorxona izlandim bo'lmasa. Shuning bilan bo'ldilar endi qadaya men bu to'g'riliq isbot lozim bo'lsa o'zlari ya doktorxonaga olib meni dedim. Mushu yerga kelib Amerikaga kelib mushu meni tug'maslik operatsiyasi qilayotganligi to'g'riliq men guvohlikni berdim. Bergendeki mening akılarımni deb menga qarshi so'zlab ko'zgil soldi. Undan keyin siz o'ylab beqing bir Uyg'ur musulmonlarining biz Uyg'urlarning ichida hech qachon bir akisining og'zidan singlisining baletqus to'g'riliq gaplarni siz anglaganmi? Siz hech kim endi bu mumkin emas gap u. Mening akamning to'g'ri, akamning so'zliginiga mendan menga qarshi so'zligini men hech qancha gap bo'lmaydi. Bo'pti, uni majbur so'zlab ko'zdi. Diqqat qilsangiz u noyatimi chiroyli o'rlashtirilgan apparat hattoki chiroyli o'tda aql maqil deb kiyimini almashtirg'izib uyining chiroyli yerda o'tda g'izib unda suratga apti o'g'u bo'pti Xitoyning o'ynayotgan o'yini. Endi mening bek bearam qilgan yeri mening akam men amaliyotda bizning uy shuncha qarishab chiqaylar. Hattoki ering yo'ldoshingmi demaydigan akamning haliqi og'izda mening baliyat qo'rimning gapi chiqib yuribdi. Chunki men Amerika hukumatiga keldim, hattoki Amerika tashqi ishlar tashqi ishlarga kirgan vaqtimdami men ashunda qo'limni ko'tarib turib boshladim. Meni tekshiringlar, meni ishga poch qo'ytinglar, meni ishga poch qilib bo'lsa-mu tekshirib Xitoyning qanday yusunda Uyg'ur ayollarga qanday tajovuz qilayotganligini, qanday bo'g'dirish qilayotganligini, qanday yo'qotish girdabiga apirayotganligini, qanday irqiy qirg'inchilik qilayotganligini tekshiringlar. Men ishga poch bo'lishga rozi, men o'lib ketsam rozi deb qo'l qo'yib berman dedim. Tashqi ishlarga berib. Men tekshiringlar desammi, bular meni tekshirgil o'nimidi.
Bergen guvahlığım şu. Şundan endi bu iş tügedi. Mana men oldin qitim ko'rsatdimmi, ko'rsatmadimmi bu Xitoylarni. Mana shu 10 yoshli qizimni tuqqanim al. Mana bu Xitoy bo'lgan, tuqqan bo'lgan Xitoymi al. Bizni shu siz o'ylab beqing, nerede o'tlagan bo'lsak, aholilar komiteti masalan shu Ürümçidagi vaqtimizda nerede tug'an bo'lsak, 5 minutdan ichida kimligini resim tushib avatdaydi. Shunchalik tez buyruq bilan shu mana nerede o'tlagan bo'lsak, nerede o'tirayotgan bo'lsak mana joyingda turgan joyingdan kimligini tutib resim tatib avatdaydi. Mush kichik bolalardan nima gunoh o'ylab beqing. Uyda o'tlaganimiz bilanmi zindon bilan nima farqimiz bizning? Hammamiz mushundaq kimligini tutib resimni joy o'xshamaydigan joylarda. Yani pat so'rab turibdi, men tuyuqsizlam so'ramdi yani buni. Ya kimligini tutib resim tushib avatdaplam shu bir haftada 3 qatam ashta kimligini tutib resim tushib avatdimiz. Hatta mana toksu kalarimning resmi turibdi. Mushu toknimi jiqishiltib mana bu tok buningki gazningki. Tok, su, gaz, ashta kartlarni resim tatib avatdimiz. Mush resimlarga qarab bu shovchilar ma ay tokni sen jiqishiltatding, u yanga kim keldi? Ma ay tok suvni jiqishiltibsa oldin qayniki qaraganda nurg'un eshib ketdi. Ya bo'lmasa munda bo'pti. Ya bo'lmasa sen u yangda ma ay tokni oz ishlatibsa, sen nima uchun tokni oz ishlatding? Ya bo'lmasa suvni oz ishlatding. Ma ay sen uyda emasmi degandek ashundaq. Chunki ashundaq biz zaten nima ish qildik siz o'ylab boqing chet Türmeden sırtıdakilermi endi mushunchalik zulm uchratdi ko'rganlar. Nima farq bor deysiz buni kamda? Bor shundan. Yo, haqiqatan insonning telefonlarimizga mushundaq. Mana men shu vatandan chiqqan mana 3 bolam, men o'zimning kimligim mana. Mana telefonlarimizga mushundaq applarni hattoki şöyle appning resimlerimi bor. Mana men mangdigan uningdan keyin butun Uyg'urninki noposini burun miyada islomga itoat qildi deb batdi. Mana bu diniy e'tiqodiy deb o'qiysizmi? Mana diniy e'tiqodiy degan yer. Mushni hozir hech qanday dinga itoat qilmayman deb yoz. Mushni o'zgartib kel. Mushni o'zgartib bizga hammamizga burun islom diniga itoat qildi deb batdi. Anadan keyin bizning islom diniga itoat qildigan nimani o'chirib kel berib deb hatto nopos boshqa bijirish ishxonasiga borsak hech har qanday narsaga oyaning tamg'isini akal, miyaning tamg'isini akal deydigan Xitoylar bu noposning o'chirib kel bu islomga itoat qildi deganni deb ashta deganda nopos ishxonasiga bordim amalning yo'qidan. Voy bu Xitoyning daftarida dinsiz deganga men bir dinsiz bo'lib qolamdim. Nima desiz qilib boqaya deb basam o'chirib turib ashundaq boduq basak bir mine so'rmidi ya bir men o'zgartmoqchiman desam ha deblam nimaga o'zgartsa ya be budda diniga itoat qilamsa ya bo'lmasa boshqa dinga itoat qilamsa nima deb yozma demaylam hech qanday dinga itoat qilmaydi deblam yozibdi qarang men o'zgartib kel deganda desam shochi navbatdimi dedi ha desam so'rmadiki menda sen nimaga itoat qilsa sen diningni o'zgartmoqchisan nimaga o'zgartsa demadi hech qanday dinga itoat qilmaydi deb o'zgartirdi. Ya Allah, bu nima degan? Ya qadrli ko'rmanlar ya. Qo'llarimizni tek aplar tursa. Har qanday gapimizni anglab turyapti. Har qanday nima ish qilayotgan, nima aytayotgan, nega borgan, kim bilan so'zlashgan, kim bilan aloqa qilgan. Yine telefon qildi. Hozir telefon urgan kim, hozir kim bilan ko'rashding, nima deb ko'rashding? Degandek ashtaq gaplar. Ya'ni majburga. Ya'ni buni siz bu ishlarni siz yashayotgan atrofingizdagi butun Uyg'urlar yashayotgan ish bu. Sizning lagerga kirib chiqqanligingiz uchun emas. Albatta, men emas, butun hammasi bo'y bir tiniq og'idek, nafas og'idek ish yo'q. Ishik bir chekilib qo'yg'ich, hatto ishimizningki ishchigimi burun neliqi ishkilik kort qog'ozlik kort deydi. Uni har bir aholilar komitetidan kirib, o'zininki bir
iPad'dek bir narsa bor, ashunlar skanerlab chiqib ketadi. Bir kun to'xtab, bir kun to'xtab, bir kun. Men mayoqqa mangdigan vaqtimda bu o'zgartdi buni. Bu qarsam bu ikkilik kortni sal simizroq qilib, xuddi kayinda bir apparat yo magnet yo u bu degandek narsalar bordaq qilib, xuddi ashundaq qilib, uni qilgandan keyin uyda hech qachon qilolmaymiz-da biz ortiqmi? Hech qachon hamda bir ortiq gapni qilolmaymiz. Ash hukumatdan bir tuta Xi Jinpingning rasmini chiroyli ramkaga ilib, ishikdan kirganda ko'rdigan yerga qo'ysa, deb har birimizga shunday rasmni taqatdi. Hali rasmni bir ikki tuqqunimiz bizning bir tuqqanlar bor, shu tuqqanlar ishidagi uyga yo bo'lmasa ko'maydigan yerga mushta qo'yib qo'yib ekan. Ash Xi Jinpingning rasmini sen ash udul tamga ko'rdigan yerga asmiding deb ashlarni jazoladi. Allah'ım ya Rabbim ya. Aş mecburi muşundaq sütlarni berivatıdı devlet şehri var. Bu sütlarni berip vallahi. Allah'ın kalasını tekrar kaymaktırvatıdı. 0 yaştan 6 yaşgacha bir xil süt. 6 yaştan mana kayındama devlet şehri var mana bu Xitoyniki. Bu bikalık süt bu bikalık. Bikağı berdi. Ahalla komitetinden. Bu ma ta'tirib qapti. Mana bunun devlet şehri var qaran. Ko'rgansiz. Bu Sütün kayında. Sütün kayında hatta başta bu sütni taqatgan vaqtida bu sütni taqatgan vaqtida buni nim qilamiz bekarlik beramiz ichib bo'lgandan keyin ichimda xaltiliq chiqadi bu sütning ichi xaltiliq süt bu sütni ichib bo'lgandan keyin mana bu ichidagi nimasi mana shunda xaltiliq chiqadi ichib bo'lgandan keyin mush xaltisini ko'tarib kirsizlar anadan keyin ikkinchi nimasiga olasizlar ikkinchi yeshikni olasizlar deb asha deydi. Şunun bilan bara buni uylarga aholilar komitetining odamlari o'zlari akirib berdigan. Hatto bu sütni balamiz o'chog'ni mening balam 6 yoshga kirmagan vaqtda 0 yoshdan 6 yoshgacha berdi bu sütni balalarga. Hammamiz desak arayal ishimizni aholilar komitetiga akirib bizni 15 kun nima sho'chin tozlaysa, soqchixona tozlaysa, sening ideyangda masala bormi? Nima uchun balanga bu sütni bermaysa? Sana bir yerden haber geldi mi bu sütünü beğenmeysen deb, senin ideyanın eğir mesele var deb, arayal işkimizde açta qo'rqatdi, sen işimizde ninde pişkizmeyse balanga deb. Siz oylab bakın bu balalar hazır nim bo'lib ketadi, siz oylang bu cemiyetin türmeden sırtida yaşayotganlar, yeridan eli aşındaq tömür işiklerden dedi o Xitoylar o'zi dedi biz 3 yil bu ishikdan o'tsaklar biz rak bo'lamiz, kasal bo'lamiz, kasal bo'lamiz. Biz bu yerda o'tmaymiz dedi. Lekin Uyg'urlar o'tayotdi. Uyg'urlar ichyotdi mushitlarni. Bu olan emas da o boshlang'ich maktabning ayrim, o'rta maktabning ayrim o sütlari. Har bir qitim 3 balanga sütni avasa o birisi o'rta maktabda o'qiydi, shu chaqda birisi boshlang'ichda o'qiydi, birisi yaslida o'qiydi. 3 yildan sütni ayrim keladi. Onu biz bermaydik, endi biz o aqlimizni ishlatib bu Xitoyning endi bilamiz. Lekin ba'zan bir sadda haqlar voy bekorlik süt beryapti hukumat deb ishchib Xitoylar o'zi dedi bizga bu sütni bermanglar. Çokum bir iş var bunu berme en yaxşısı. Deb Xitoy hatta shu. Xitoyning balalarga bermaydi buni yani. Ya. Bermaydi Xitoyning balalarga. Subhanallah. Ular da bizga deydi, nim deb bersizlar? Hukumat bekor bergan sütni ichmanglar. Onunda nim bor, nimi yo'q, uni bilmaymiz deb. Shuning bilan bir qator bu ishlar tugadi, bir qator yo'llarni mengib, zodi nima qildis qilib bu Xitoy bu yerdan chiqdayli vatandan deb o'ylashib turgan vaqtlarimizda bu pasport yo'l menga pasport. Bu yer kelishdan burun sizga abay so'zlab o'tdingiz, ya'ni turib haftada 3-4 qatim turgan yering turib bersinlar. O siz uyda bo'lmagan sirtdagi vaqtlarda shunday telefon qilamdi. Ana shu mening sirtdagi bir oshxonaga bir narsa og'il kirgan vaqtimda. Hattoki bizni oilaga qo'rasang ichidagi uyingizda bo'lmagan vaqtlarda sizga telefon qilib turgan joyingdan shu aman rasm tartib avatdimda. Bolalarni masharida qarang ana. Bu öyle ündedarda bir top var. Bu topda endi mesela 2 binaning adamini ya 3 binaning adamini, 2 binaning adamini bir top qilib, bir aholilar komitetidan birisi ashunga mas'uldi, ikkisi. Şunun bilan birisi o aholilar komitetining burun maaşı 3400 qo'ydi. Mushu ish boshlangandan keyin bu bicharalarning maaşı 1300 qo'y berdiganga. Hattoki uylariga qaytamaydilar aholilar rayondagilar. Ramzan bo'z derizni maravatgan.
Kecha şu çıraklarını yandırıp. Bu yerda ishlayotganlarning ko'pinchisi Uyg'urmi, Xitoymi? Uyg'ur. Ko'pinchisi Uyg'ur. Uyg'ur. Xitoylar ishlamaydi-da 1300 ga. Ha. Xuddi bu hozir bizni Ya sizga bostirishda. mushu, demak o'g'lim, sizga mushu darhol rasmdan abat deb sizga uchur yo'llaydiganlarning hammasi Uyg'urmi? Endi o yuqoridan tushgan buyruqda Uyg'ur bizga davatgan Uyg'ur, endi ularning boshliqlari Xitoyda mushundaq siyosatlarni, hattoki bir aholi komitetining bir rayonniki bir qoidasi bo'ladi, qonuni bo'ladi, o'ziga oid yana bir mahalda unda qilmaydi. O'ziga oid o'zaro yerlik qonunlarni chiqarib bular. Bir rayon bilan bir rayonning qonuni o'xshamaydi. Bir rayon bilan bir yerda bir qanday qilsa, yana bir yer undan oshiradi, ya bo'lmasa undan ajoyib gaplarni anglatib ashab turib, sizlarning rayonda munda uqtirish qildimi, yo'q bizga munda dedi, anda dedi deganda u o'xshamaydi. O'z oldiga qonun chiqarib, yana aholilar komitetidagilar o'zicha qanchalik ching tuta oldik mushlarni. Qaysing mushu mahalla bo'yicha odamlarni yo'ldan chiqarmay dignimiz bo'yicha qila olaysa, deb bir har bir sho'chiga ashundaq bir ching tutadigan boshliqlarni akavatgandan keyin bular o'z oldiga qoida qonun chiqarib ashundaq bakalaqi oldi seningdan men qilaman deganda qilib ashunda ching bostirish qilib endi bu 1300 qo'y maoshga haqda ishlamaydi. Uyg'ur ishlaydi. Bu haqning maqsadi faqat Uyg'urga o'zingga taltma haqida ishni talab qilgandek. O'sha olsang o'zingning adamiga o'sha ol. Amaliyotda bu bechoralarning gunohi yo'q. Buning tepidikisi o'zlarining. Agar o'sha ishlamayman deb chiqib ketganlarni Aşı cezalarını eketkenler bas. Apırvetti. Şunun bilen bu biçerler 1300 koy maaşka çidap, burun 3300 koy maaş avatkan. En telelik insanlar ahalla komitesi işleydiğen aşındaktı. Anladın bu neticel jıl tarihine mi karamadı? Şunun bilen bu biçerler 1300 koy maaş vervetti. Bektivetti. Bektetkenlikin bazıları narazı olup işlemedi. İşlemesi apırıp lagırga soluverdi. Anladın bu emgek kuş mülazimet merkezi de bir merkez var, Abdunum rayonluq emgek işleri orlaştırışma, emgek işxanası mı işqilib. Aşı işxanadan aslan odatdagi bir oshxona olamdi, yoki bir qassobxona olamdi va yoki talla bozor olamdi. Siz aşağıda burun navoyxonaga navoylarni navoy olamiz, yo bo'lmasa qassob olamiz, do'konimizga tikkuchi olamiz degandek xabarlar chiqdi. Ko'rgansiz uni balkim. Ashta xabarlarni ko'rib turardik. Masalan, oshxonalarga samspaz ya bo'lmasa mantpaz, polopaz alamiz degandek uqtirishlar bordi. Lekin mushu 2016-yildan boshlab siz uyingizga siz do'koningizga odam lozim bo'lib qolsa, shu emgak mulozimat ish o'rni o'rlashtirish markaziga berib, ashlar tizimga oldirsiz, ashlar o'zlari sizga maoshni idoraga bersiz, u odamni sizga ashlar o'rlashtirib turdi. Siz xohlagancha odam ololmaysiz u yerga. Ya oshxonada ishlaydiganlarga siz idoraga to'laysiz, ular idoradagilar berdi uni. Adamni idoradagilar gapirdi. Agar bir ish olsa shu idoradagilar tutdi. Hech qachon siz xohlagancha ma akamning bolasida unavgitay, ya bo'lmasa ma falonchi ma bir namaratga mana yakmada o'rlashtiray deydigan gap yo'q. Hammasini emgak ishga o'rlashtirish markazidan men mashaq mingda vaqtida bir 5 kun qolgandagi bir hikoyani deb beray. Men iliqi Hamburg polkisi yasaydigan bir yerga bir narsa og'il berib qoldim bolalarım bilan. Shu bolalarım yo'qdi, men o'zimlam shu mashinadan tushdim. U yerdan bir narsa oldim. Evassam bir Uyg'ur qiz bola ashaning kiyimini kiyib olibdi. Shunda so'lg'inmish, qo'lnimish taqib yerga qarab turdi. Shunda voy bu Uyg'ur qizni ajab burun ko'mab ekan buna deb o'zimchalik qiz bolani adam yo'q, hech qanday adam yo'q iliqi oshxonada. Men eng oxirgi o'rindiqqa berib saqlang dedim, ma'qul deb oldigan narsamni saqlab turdim anda turib. Meni qizimda qilsam sharat qilsam keldi. Kelgandiki u qizlarni so'rdim, "Vo'shkam sizni burun ko'mab ekanman-ku" desam, "Men qizlar 1000 yerdan portlab yig'ladi." Shu bu qizlar qog'liq qizlar-ka, Qashqar qog'liqlik. Shu ma'vu bizni ish qo'rlashtiramiz deb hammamizni mishta yo'ldoshim ishkimizni akagan yo'ldashimni qo'linga bu 50 qilganga ap qoldi deydi. Ish faqarlik qilganga. Andikin meni mush emgak ish qo'rlashtirish markazidan meni miyak o'rlashtirdi. Bizni aşağıdan ap mingdigan vaqtida bizga shunday chiroyli va'dalarni berib, sizlar bir yil ishlagandan keyin arayal ishkinglar bir yer ishlaysizlar basanglar. Bir yil ishlagandan keyin u qizlar 38 kun bo'lib ketgan to'qqili. 38 kunlik bolasini uyga onasiga tashlab qo'yib, Urumchiga kelib turibdi. Turgandan keyin
Bu yo'ldoshini Xolingga o'rlashtiribdi, bu qizlarni aeroportga o'rlashtirib, aeroportning bir yerda, bizning aydirimga yaqin yerda. Shuning bilan deydi bu bichara qizlar kunda menga bir tal osh hamboni berdi deydi. Hamburg polkisini. Men endi uningdan boshqa tamoq yapaqmadim bu yerda deydi. Yo'ldoshimni ko'migida 8 oy bo'ldi menga. Uni ayadım mening qishim kagil qo'ymaydi. Men tek uning nada ekanligini bilmayman. Osh Urumchidan kapli bizni arib etgan ishkiyaga. Men hattoki o'zimning tamoqini qanchalik sig'indim, maoshimni menga urib bermaydi deydi. 6 ay bo'lganda, 5 ay bo'lganda biroq sening kartanga urilib, yutqib olganda olsa deb emgak mulozamat markazidan bir parcha xat chiqarib bergan. Shu xatim bor deb beli qizal. Men dedim, men yeydigan tamoqingizni akab beraymi uka. Desem jim turib xijil olib ashta qildi. Shu ertasiga men qizal lag'manni itib toza. Üstiga loz ochiq suvni silib, chiroyli qilib apardim. Apa telefon numerini yozib oldim o'qizaldim. Yozilib men sizga tamoq akab berman dedim. O'qizal dedi, "Miya kirmang acha. Siz menga telefonni urib qo'ybasangiz men yugurib chiqaman. At tushdagi ishlamayman, men yotoqda" dedi. Yotoqdami chiqib qo'ymaydi kayli qizal. Tushdan keyin ishdan tushganda bu yotoqdami talog'i chiqib qo'ymaydi men dedi. O bir yerimiz maşada xuddi bir men turmada yashayotgandek balamni bek sig'inib ketdim. 38 kunlik bir go'shtdek bir balamni qo'yib kelganman. Balki to'rg'ulingan telefonni bermaydi ekan ularga. Faqatlam 8 tal knopkasi bor telefonni berdi ekan. Uyingdagilar bilan shuni bilan aloqalashdi. Yana qizim 8 oy bo'ldi, yo'ldoshim nada qoling degan na. Men bilmayman, men bu yerda yashayapman dedi. Mushundaq ahvol ostida erini taqqa, xotinni baqqa o'rlashtirib bo'shavchilar. Qandaqsiga bu planliq tug'ut, qandaqsiga bizning noposimiz ko'payyapti hozir so'ylab. Bir tarafdan bo'g'ivasa, bir tarafdan arayolni orib yetib olsa. Aşında gap. Şunu ona öyle qizalga ishim og'rib, tamoqlarni olib ketdim. O qizal xuddi uzoq vaqt ussuzlikdan ya bo'lmasa tamoqdan qiynalgan odamdek tamoqlarni zodi shunchalik maziq dedim acha deb telefon qildi ya. Shu telefon nomerimni batdi, menda telefon almashtirib yo'qolib ketdi bo'lmasa balki melaqa to'rg'ulanmaydigan telefon bo'lgandiki telefonimni elib qala bo'g'ib bo'ldilar ularni menda. Nim qilganning foyzi yo'q. Aldığı so'rab chiqqandan foyzi yo'q. Ashunda bicharalar. O'ylab boqing. Yeliqi burun kanalimiz deb qon beringlar, qininglarni biz qon punktiga qon bersanglar, keyin sizlarga birishib qolsa qonni bekor qilasizlar, işte kinishib taqdimiz desa, hech kim ko'z qilmaydi qo'yliqini. Sarangmi men qon berib, kim men qon berdigan işte o'lamdim va yoki nimada o'lima, o'zimning ajrimda o'lamdim, nimish berdi qonni deydi. Hozir telefonda 5 batman rasm turdi mushtabda. O ashlarni map qo'ydim. Ashu ahalla komitetiga qon punktidan alaqay mashina keldi. Kelgandan keyin hammanglar qon bersizlar. Cho'qim bersizlar deb osh tizilib turib, men har qattim ash video yo'llig'ida burun mush virus taqlashdan burun virus bachaqdi biz alaqay virusni tekshiradi deb o'yladik. Uning oldida tizilib turganlarning rasmini ko'rgan tanglar. Men o'ylaymanki, ashlar qon berdiganga ya bo'lmasa tekshirishga, ashundaq tekshirishlarga ashunda ücret saqlab turyapti deb o'ylayman, chunki undaq uzun ücretlarni men beshimdan kechirib baqqan ahalla komitetidan bizga qon bersizlar deb majburlagan vaqtida hammamiz alaqay ber to'qqanni majbur deyamdi u ashu daftaringdagi soning chiqib ketdi, nomerang chiqib ketdi degandan keyin u nomer chiqib ketsa berib yotadigan shu bo'lgandan keyin shuning bilan hammamiz amalning yo'qidan qon berdigan yerda ücret turib qon berdik. Nurg'un qonni yig'ib oldi bular. Ovozingiz yo'q. Qadrli ko'rmandirmiz, yani bunu anlab, yani insan qandaq bir, yani nima deyishimizni bilamayapmiz ya, Parvardigorim. Endi bu inson o'ylab boqolmaydi, endi bu teshiklarning bunchilik kun ko'ryapti, bunchilik bak qo'rqdim. Men dedim-ku, xuddi og'zingiz o'pilib, mush orliqlardagi havodan nafas olayotganday xalqimiz hozir. Mana azroq bir yo'chiq qilib qolgan bo'lsa, shu yerdan kirgan nafas, aşağıdan chiqqan oksigen bilan, aşağıdan kirgan havo bilan nafas olayotdi deb o'ylasangiz bo'ladi. Hammish nazorat ostida. Apparatlar, hatto uyimizga qilingan ashu ishkilik kort, hatto telefon, televizor ko'rgich,
Hamma narsalar shunda apparatlik telefonlarimizda taqa shundoq applar. Siz o'ylab bakın qanchalik kontrol ostida biz, qanchalik endi Hakikaten bu insan chidog'siz darajada qadrli ko'rmadirmiz, ya'ni anglab o'tdik. Yani bu cinayetler bugün hem de ma sirttikilar erkin dünyadakilar mening urug' tuqqanlarim, ota-onam yak sirt ekan, ma o'g'ilqi telefonda u bu narsani chiqarib qo'yibdi deb mana xo'shib ketayotganlarni anglab boqayli buni hamda. Qanchalik ichinishli bir hayot yashayotibdi shular. Bu nim farqi bir inson degan dunyoda subhanalloh, biz Yahudiymi bunda bir zulm uchrab boqmagan bu o'ta qadrli ko'rmalarimiz ya. Bugungi 21-asrda xalqimizning ko'rayotgan zulmini o'ylab boqaylik. Kichikkina boladan tortib xohlagan vaqtida bu qadar bu darajada bir tajovuzchilik dunyoning narida bor o'ylab boqaylik. Aşballardım nim günah. Her bir qatim maktabga borsa shunchalik boshlari sangalab juma kuni so'g'andilar. Ala kildi apa. Bir depsasa qanda bo'la sizni aktamu. Mush juma kuni maktabga borg'imiz yo'q deb. Har juma kuni aşballardan ashta savollarni so'rab bilaqandak. Apang namaz o'tamdi, dadang namaz o'tamdi degandek. Aşballarning ixrolari bilan, kichik bolalarning, narsida bolalarning ixrolari bilan degan gaplari bilan, endi biz musulmon bo'lganki har qanday oilada namoz o'tash bo'ladi. Endi shuni mu bolalarni aldab yurib, aniqib, maniqib yurib, ashuni unga bilib yoki suratlik isbot qilib bolalar yolg'on gapirmaydi, sen o'taydikansan, anda qilgansan, bunda qilgansan deb ashu uyda Qur'on bormi, bor, falan yerda bor, piston yerda bor deganliklar bo'ldi, tugashdilik oila. Shu kuni islom shu 6-7 yoshli hatta yashdiki bolalarning ixrolari bilan mu nurg'un ota-onalarni akirib qoldi. Endi inson yurtdan chiqqandan keyin o'zining yurtini eslaydi albatta. Lekin nurg'un chet-elda yashayotganlarmi hozir ketsak vatanga, voy bir ketib baqsaq deydi. Ozod bo'lganda ketishni o'ylang. Mening ichimda. Uningdan burunqi vatanni siz ko'z oldingizga akab bo'lolmaysiz. Xuddi saranga yaga tushib ketsa, o'zligidan yiqilib ketadigandaklandi. Ashunchalik darajada. Ularning qanchalik chet-eldagilarga havas qilganligini o'ylab boqolmaysiz. Hatto nurg'un idora ishlaydiganlar mashhurdi. Bir qatim qetish fursati bo'lsa biz bir ketsak, bir qatim bir fursat bo'lsa yanalik sayohat idoralaridek yana ijloslar chet-elga chiqadigan, shu orqali bo'lsa qassaq deb. Men mashaq mangdigan vaqtimda 2 Uyg'ur bola chet-elga chiqib ketish, mushu zulmning ichida zodi chidab turolmay, shu Qozog'istonlik ilaqi nima deymiz? Bianjiang Bingguan deymiz endi, Bianjiang Bingguan deydi Xitoycha. Bianjiang Bingguan nima deydi Uyg'urcha? Xudoyim tavba. Bu Xitoyning tillarini bizni bek qaymoqtirdi jumi. Aşağıda turdigan Rus ayoldan birisi abdu, bir Qozog'istonlik birisi abdu, zodi am to'y qilsak mushlar bilan to'y qilgandan keyin mushlar to'y xat bo'lgandan keyin chiqib kelaymiz deb. Yiliqi bicharalarni sen maqsadli to'y qilding deb 15 yillik kesitib yiliq ayollari arz qilib yo ashunda qilib yurgan. Bu bolalarning maqsadi ularga pul berib zodi chiqib ketishgan. Uni keyin biroz deb qo'ydimi yo oshkorlab. Aşınçılık derecede hem de. Xalqlar müşaheden bir kessak, qassak, chiqib ketalisak deganni qilib aşağıdan to'y qilish usuli bulamdi va yoki boshqa usullar orqali mushunda bir chiqib baqsaq deb aşınçılık o'zini urib ashunda qilib ketadi hozir. Ya Allah. Hakikaten dinimiz. Ama siz mi şu ha. Yani başka kürsüde nasıl ama? Ya kürsüde nasıl yok. Hem de mavu men hoş. Ma yükseliş mecburi Thomas qilib o'tish masalasini so'zlab o'tdingiz hamda. Bu shu siz shohid bo'lgan ishlar bor, masalan, bolasi qo'saqda bola bo'lib bo'lgan, masalan, 5-6 oylik, 4-5 oylik. Bu ayollarning mesela mecburi tushirayotganligini bilamiz qo'yamiz nurg'unlarimiz hamda. Buni siz atrofingizda shunday bo'lganlarnikini mecburi tushirayotganlarni shohid bo'ldingizmi? Mening 4 yengam bor. 4 yilisining 2dan mushish bo'ldi. 3-chi bolasini shu tutib
aşında 3. bal eğer ayak vaxtida apırıp çürüp geçler buldu. Başka adam emas, başkalarını sözlemeyim. Özümün 4 yengemnin 4 ilisinin başında buldu. 4 ilisinin aşında 3 aydan 4 aydan aşında. Tekşürüş qılıp kelgen vaxtida mecbur tekşürüş qilsanız bolmaydı. Tekşürüşke çıkkanda hatta öyden talağı çıkmayman dep irade qılıp öyden talağı çıkmay toğuman qo'mishni. Hech qanday yerga chiqmaymish balam tug'ib olsam bo'ldi deb. Burundan tatib ashtaqki qo'saqdiki balam tug'ilib olsa uni o'tirib etmaydi deb. Tug'ilishdan burun o'zimizni yushirib bir yerlarga ana degan tug'ilib bo'lgan balani o'tirib etmaydi deb ashunda o'ylaydik. Lekin mushu qitim mushu 2013-14 dan boshlab planliq tug'ut siyosati texmi avji ilib yiliqi burun 6 oyda bir 5 oyda bir kep qo'ydi ba'zi kelmaydigan yiliqi planliq tug'ut ishg'ollardanmi ayda bir kildigan hattoki manchilik vaqtida bir qatim isbot chiqardigan doktorxonadanchu berib doktorxonaga berib isbot apakappa deb aholidan komitetiga ashuna topshirdigan ashunda ishlar bo'lib ketgan. Hattoki mening uyimda bizning dadamning uyi shu chog'da o'zi sog'in shaxsiy uydi u qurodi nurg'un Qashqar xotan yegan qog'liqdan turdiganlar uy ijaraga olib o'tirdilar uyda. Nurg'un Uyg'urlar o'tirdi. Shu ayol bechoralarmi shu 2016-15dan tortib har qatim o'zi Urumchida yashaydi. Urumchida turyotdi tijorat bilan har bir ishlar bilan. Shularg'imi shu o'ziniki shaharlardan planliq tug'ut ishg'ollardan siz kelsa sizniki bu planliq tug'utga oid hech qanday uchuringiz yo'q ekan. Siz darhol bizga uchur avating, bu uzuk sog'an ahvolingizni bizga avating deb ashta uchur ketdi. U bechoralar berib doktorxonaga o'zini tekshirish qilib, ashunda qilib avatdi. Bunda ishlar jiq. Hatto mening opamning singlisimi mushu o'sma balyatqodagi uzuk ketib go'shga ashunda qilib tugab ketdi. Hukumat sağa uzuk bilan. Bu uzuk degan bilan bu uzukning ajoyib ayollarga bo'lgan ziyonli taraflari ajoyib jiq. Buni chet elliklar bek biladi menimcha. Onun üstüge bu bizim vatanimizde işletken üzükmü, bu tişekillik deyimiz, tişekillikten mi öte bu purculuk tişekillik. Bu adettikidek tişekillik olsa, bu bizim vatanda saldığını, vatanda üzük saldırıp çetelge çıkıp ağalarını anladım. Şu çeteldekilerime hayran kaldı bu kanda üzük saldığını. Bu başka yani ki okşumaydıyken bu acayip iliş tez. Elbette bunda bexatarligini o'ylamagan ahvol aslida mashunda ishildi sizlarga buni degan gaplarni angladim. Xo'sh. Ya 2009 Urumchi qatlamidan keyin bilasizmi shu boshqa vatanimizdan boshqa mayli janub taraflaridagi Qashqar xotan bo'lsin yoki shimol tarafdagi yurtlardan bo'lsin kelganlarning ko'pinchisini asosiyatni hammasini ketkizayotganligi Voy, Urumchi qaqjarab ketdi. Qaqjarab siz o'ylab baqamaysiz. Adam yo'q. Do'kon, so'r saroy, u bu degandek hech qanday adam yo'q. Mening Subiy so'r saroyda qo'ygan do'konlarim bordi. U do'konlarni ijaraga berib, uni so'zlagansiz o'tgan. To'satdilla hech qanday adam yo'q. Hattoki bir gapni deb beray, Rabia Qodir so'r saroydan do'kon olding. Rabia Qodirga o'z vaqtida mablag' solding debmi nurg'un odamni tutib ketdi. Rabia Qodirga o'z vaqtida sen mablag' sinib, Rabia Qodir qilding sen degandek ahvol ostida nurg'unlarni angladim. Hattoki men taniydiganmi bir nechasi, hatto Rabia Qodir so'zlarida ochgan do'kon setib olganlar. Burun u Rabia Qodir so'zlaridan hammasini yo'tkab oltin buloq qilib u yerga yo'tkagan. Hammasiga atrofdagi do'konni. Sodir unda olsa shu siz degan so'zlayotgan bularning hammasi shu hammasining Urumchi nüfus va Urumchiga yerlik kishilar tortayotgan zulmdan atiqi bu. Albatta, voy bu taraflari texmeg'ir. Urumchilik bir markaz bir shaharda, Urumchilik bir markaz sayohatchilar keldigan, shundoq bir shaharda o'ylab beqishimiz kerak qadrli ko'rmanlarni. Bu so'zlab o'tganlar hamda burun biz yashagan vaqtlarda balkim Qashqar xotanda menda bo'pti desa Urumchiliklar hayron qolmasan, ancha-muncha voqealarni anglasa. Bugun eng markaz bo'lgan shu yerda yerlik bo'lgan xalqimizga selinayotgan bu zulm bo'lsa o'ylab boqaylik. Boshqa shaharlarimizda, boshqa viloyatlardagi qanchalik zulm totgan shu xalq.
Bunu biraz tasavvur qilishimiz kerak yani. Her birimiz bu programmani ko'rayotgan her bir qarindoshimiz buni tasavvur qilish kerak yani. Qanchalik farq bor Urumchilar boshqa shaharlarga o'tirsizlar. Tak nurg'un ishlarni va chet ellik keladi bu yerda biroz bir diqqat qilmasa olmaydi deb diqqat qildi Xitoymi shu ashunda diqqat qilyotdi degan yerda xalqimizni qanchalik ishning kunda yashayotibdi hozir. Bu darajada tarafdan hamma jihatdan nafas og'usiz darajada bir zulmning ichida yashayotganligini anglab o'tgan. Buni his qilishimiz kerak. Albatta. Endi bu qanday desangiz, shu hattoki qanday bilib qolsangiz desangiz, bu to'y qilgan, shu Pokiston to'y qilgan ayollarning o'zimizning bir guruh to'plari bor. Shu to'plardimi, shu chet eldan tekshiruvchilar kelsam, to'satdanmish Goboning odamlari bizning uylarda yotibdi. Bugun sizlarning tuqqan bo'lgandeklar, biz hammamiz bir oila kishilar bo'lgandan keyin bugun biz sizlar uyda qo'ng'ili keldik degandekinlar bu Goboning odamlari nima qo'ndiganda deb o'ylab qoldik ekan. O'ylab qoldik bu. Shuningda bu guruhda deb oqshom bizning uyda mehmon batdi degan-ku, sizlarniki kim keldimi, bizniki kim keldi deyishib ashtaq bo'lib ketimiz. Bu keyin tushunsak, bu chet eldagilar endi bularni boshqarib olmaydi. Yuqoridan kelgan sayohat tekshiruvchilar kelgan vaqtida bizdeklarning uyida Goboning odamlari yotadi qarang. Mayli Urumchilar hammamiz bilishimiz ku kim bor, kim to'y qilgan, kimning yo'lishi menga o'xshash degandek. Ashlarning hammamizning uyida Goboning odamlari taloq chiqmaysa, bir narsani akildi, yemak degandek narsalarni yolg'onlatdi. Tomoq etib yeyli deb xuddi biz uyda bor ishlar chiqatmaydi. Ertasi ketdi. Bu keyin bilsak amaliyotda bu chet eldan qanday tekshiruvchilar kelib aşında boğa ehval aslında bizni öyden talaq çıkartmaslık üçün bizge gücü yetken bilen bu çetelikler yetmeydi. Buna devirdi mesela. Manda der. Şunun için bu bizdeklerinin uyda kimnin uyda çetelik olsa, kimnin nopos çetelde olsa şuların uyda Goboning adamları kep yatıdı gitti. Bu demek ki şu çeteliklerge tekşürgüçülerge bir nas dep kalmasın degendik. Müşahede bir nasıl eğer bilseniz bir sorsam müşahede. Bu iş mesela siz adamın biz bir çetelik toy qilganlarni biz bilishimiz dediniz mesela belki 20-30-40'da ötkende mesela Pakistan'da nurg'ulg'an ayollarni tutib olgan Pakistanliklar har xil namoyishlarni qilib mayli Xitoyda bo'lsin, mayli o'zininki Pokistonda bo'lsin jiddiy bir ishlar bo'lib nurg'unlari o'tgan programma dediniz mesela chiqqanligini. Bu ish mesela qachon boshlandi vatanda bunda bizningki ayollarimizniki ko'pinchisi Pokistonga mı to'y qildi? Yoki boshqa davlatlarga bormi mesela? Turkiya, boshqa O'zbekiston degandeklar bormi yoki faqatlam Pokistonliklar bilan to'y qilganlar jiqim bizninkidan? Pokiston bilan chegirdash bo'lgandan keyin bu Qashqa atroflarda pek chiqqan. Pokistonga to'y qilganlarni jiq ko'rdim. Mushu qitim rostdan esam bir saqchi bizga mushu meni chiqqandan keyin pasportga yo'l menayotgan vaqtimizda bir tam qo'ygizish uchun ma'lum bir saqchining ishxonasiga kirib qoldik deylik. Xo'sh. Shuning bilan bu saqchi bag ashar dedi. Men burun Pokistonliklarni unchalik bunda ko'mab ekanman deb bir kopiya qilgan bir ish uyiga kirib meklar deb bizni chaqirib, yaxshi qildinglar, undan qildinglar deb ashar deb ketib nima bo'lganda desak, qo'ya onda Turkiyaga to'y qilgan, O'zbekka to'y qilgan, hech qaysi birasi xotinim deb o'tirga chiqolmadi-ku. Mushlarlam ana mana shu ko'z ko'rsatdi bularning deb. Ashta dedi bir Uyg'ur saqchi. Yaraysizlar, boshqa men to'y qilgan qizlarni ko'rdim, sizlarning yo'ldishinglardek, sizlardek ching turamidi deb yo'ldishimga qashadi. Yaxshi qildinglar. Hozir Pokistonda qo'rqdim ala. Nurg'unlari keldim yerda ayolimizga kirib ketdi, yamanda bo'ldi, anda bo'ldi deb kelganlar bo'ldi, lekin sizlardek joyiga yetkazib qilamidi hech kim deb. Shuning bilan shu bularmi erkin dunyoda yashab cho'ng bo'lgandan keyin bizning aqlimizga kirmaydi-da bu chet ellik muxbirlar bilan ko'rishish, ular bu ishlarni deyish degandek. Bular ashadek muxbir chaqiramiz, bizda nomerlari bor degandek ularga qo'qoq silib bizda nomerlari bor. Har qanday medialarning biz mushlar orqali ayollarimizni qutib chiqalaymiz, bularning hech qanday gunohi yo'q degandek
Aşındaq qo'rqoqni silib ularga. Qo'rqoq emas, amaliyotda rostiyanda haqiqatan chiqarmagan bo'lsa bular hali cho'ng ish chiqaradi deb o'ylayman menimcha. Xo'sh, xo'sh. To'y qilganlar bor o'xshaydi endi boshqa yerlargami, lekin endi bekaraq tushuntirgan nima ishlar bo'pti endi. To'g'ri. Xo'sh, unda olsamda sizning hamda chet elga chiqish bosqichingiz ham keldi hamda hozir. Xo'sh. Bumi men chet elga uzun bir vaqtni erishi mumkin u deyman. Yo'q, men tezlitma amal bo'lsa, men ash turmadan chiqqandan keyin faqat vatanda o'zimni turg'un yo'qligini men dedim g'obayim yo'lishim dedim men apket deb shunday yo'l urdim deb. Shuning bilan bu pasport elish jarayoni menga shunda da to'xtadi. Az bo'lgandimi 80-90 yerga bu tamg'a urdatdim. Yili bu Xitoylarningki saqchixonasidan tartib saqchixonda bir menga mas'ul saqchi bir qo'ysa, undan keyin o saqchixonniki saqchixona boshlig'i bir qo'ysa, undan keyin yana bir yerga o'tkazgan u yerning menga mas'uli ursa, undan keyin yana uningdan cho'ngi fu yana zong degandek ashundaq saqchilarniki har xil tamg'alarni urib mush pasport bejirish uchun shu yo'llarni mangdim. Menga vaqtimda sening qilgan yaxshi ishing jiq emaskan. Sening hech qanday bir hukumatga qilgan cho'ng yaxshi ishing yo'q-ku dedi. Qanday qilaman dedim. Sen pasportni yo'lmayotgan odam bo'lgandan keyin sen bir cho'ng millatlar ittifoqligiga oid yaxshi ishdan birini qilsang, sening pasportni elishingga bek cho'ng foydasi bor dedi. Shuning bilan ma'qula qanday qilaman dedim. Desam aholilar komitetidan menga bir oshqozon rak kasal bo'lib ketgan bir Xitoy ayolni menga tunishtirdi bular. Mushunga yordam qilsang, biz sana bu millatlar ittifoqligi yaxshi deb sana biz yaxshi nimalarni qilib beramiz deb. Shuning bilan bu xuddi dedim-ku, bu oldin qatimi deb o'tgan bu aholilar komiteti xuddi bir gapning satini qilganda dallollik rolini o'ynaydi degandek ashunga soladi. Ya'ni to'y qilish, uchi-buchi degandek ishlarga degandek. Shuning bilan bu aholilar komitetidan menga birsiga yordam qil, bir Xitoydan birsiga yordam qilsang, asalliq millatdan birsiga biz sening ishlaringni asal qilib beramiz dedi. Shuning bilan men qanday qilaman desam, oshqozon kasali bor odamdan birini tepdi, bir ayol kishini, u ayolni meni uyga olmoqchi bo'ldi, u telefonimda bor, uning rasmi bor. Ashunlar bilan tushgan rasmim. Shuning bilan boshda men 15 ming qo'yib pulni uning olib berdim. Olib bergandan keyin bu xotun qon tozalatiga ishkirga berib, shuning bilan voy bu rahmat amadi doktora, ash saqchilar oladi meni. Men ash saqchilar yo ash Xitoy bilan tang rasm tushdim. Rasmim bor telefonda. Shuning bilan bu o'ng'uchilik 15 ming qo'yib berib qilsam, yana u bu ishlar bilan yana bo'lmadi bu. Uzoq o'tmay bu Xitoy Guangzhouga qon tozalab ketgan Xitoy yana puldan qiynalibdik. Shuning bilan bular yana meni izladi. Qara, u Guangzhou degan cho'ng shahar bo'lgandan keyin buniki apagan puli kesli eg'ir buni. Yo'q, dunyoda buningdek ushuq nomussiz Xitoylar olmas ya, ulug' parvardigorim ya. Ya men anglasa odam tushdek his qildi ekanda bu dunyoda bundaqmi? Shuning bilan yana 15 ming qo'yib pulni o'rtagan bo'lsang kartasiga deb boshladi dedi. Shuning bilan men yana saqchilar bilan berib 15 ming qo'yib pulni buningki kartasiga o'rtadim. U qon tozatmoqchi ekan. Shuning bilan anadan keyin menga bu isbotni yezib berdi. Bu millatlar ittifoqligiga anda yaxshi, manda yaxshi degandek qilib. Shuning bilan u kelgandan keyin sana bir lavha taqdim qilsin. Qilgandan keyin sen u lavhani tutib rasm tushish, anadagi shu lavhadagi rasmingni sen butun ish bijirdigan yerlarga ash qog'ozga ashni orasiga evilib meni o'zim tutgan tutunim bor. Aktiv deb mushunda qilib minishing kerak. Mushu rasmni tutib olib turib dedi. Shuning bilan bu Xitoy kep bo'lamidi u qatazdigan yerdan. Shuning bilan xili bir vaqt mening ishim ma'lum edi. Pulni berib bo'ldim amaliyotda. Shuning bilan bu Xitoy kelgandan keyin bu men qanday deyman, menga lavha taqdim qildim buningga desam, ishdan bo'lmaydi. Biz deyli bo'lmasa dedi. O'ng'uchik bu Xitoyga degan o'xshaydi ekan, bir kun bayroq chiqarayotgan yerdilar. Menga bu Xitoy shu lavhani akab menga berdi. Menga bunda millatlar ittifoqligida anda yaxshi, manda yaxshi deb men uchun birdan bir narsa dedi Xitoy burun aholilar komiteti ishlaydigan Xitoy ekan. Shuning bilan bu Xitoy bilan tushgan rasmim bo'ldi o'yli qiyada. U rasmni bular menga judirib olib qo'yishni, uyning egiz yeriga choplashimni ashunda buyurdi. Shunga ma'qul deb qo'ydim, u rasmni qo'lam shu materiallarimning orasiga soldim. Silib shu namini saqchixonaga borman, yana borman, ayaga chiqib nurg'un go'nganju deydi. Uningda sirt go'bo deydi. Ashunda tamg'alanib nurg'un yerlardan urib ketdim. Urib shuning bilan bu pasportni qo'lamga shu chiqib 6 oyning 2si chiqdim.
Şu günden çıktım şu bir 15-20 günden keyin ya bir aydan keyin bu pasport üçün yol mangalı toğan biz. Oňçylyk bu çıkış sebebi iniq emasken, nime üçün çıkıdı dep. Men 2009 Pakistan'a çıkkan. 2009'dan keyin men Pakistan täwäsi ütüp bakmadım. Bir toy kılgınım bile her kıtım yoluşum çıkıdı men çıkıp bakmadım. Onun üstüge bu kiçik balamda mı menin ışkanda uruk tuqqanlary yoluşumdan kömegen. Şunun bilen tukka yoklaş üçün çıkıdı olsa tukka yoklaş dep onda adatlyk işlerge pasport büjürüp çıkıp belki bulmaydı dedi. Şunun bilen biz öýde tuğan kıyıntandı, biz 8 yılın yakısı yoluşumlu dersini ben üzem bekip atkan. 8 yıldan içinde bu dadamni şununla biz boldy, biz en yakısı dadamni ketkizip dep dadamni eğir kesilke deyli. Dep şunun bilen bu dadamni Pakistan'a yolgu sebep kıyıntandı. Yolgu sebep Pakistan'dan biz eğir kesellik, yürekli operasiya qilish, eğir kesellik degende ispatlarını kötürüp ekeldik. Aldydaki bizning bana sebebimiz Ahmedov. Şunu bilen bu kıyıntamdaki kesilini, hem de bu Pakistan degende özünüz bilisiz, pul töleplam o nurgun näselerini ispatlarını ağıl bulduğu yağı. Şunu bilen bu dadamga nurgun ispatlarını kıldırıp keldik, hem de bu bek eğir kesel, yürekni astıdan tartıp üstügeçilik yardı kozakni, hem de bu yaş küçüğün olgan, belki qutuluş persenti bek töven degendek bunu eğir derecede yazgızıp keldik. Ekegенdekin bunu Badık beyrep şunla bu yana bunu başlıklar gördü ama dedi. Oňçylyk bu ballarymynkine mo pasportynyň wagty düşüp ketdi. Şunu bilen bu ballar hazır hiç qanday pasport bir cemaatimiz dep nägili basa olmaydı. O men ýalgyz çykanyň nim paýdasy ballarymny goýup goýdy. Şunu bilen dedi o ýoluşum yana azrak bu ýerde dedi ki men ballarymny noposunu götkep ekdime. Men dadysy. Men bu ballarymny noposunu bu ýa goýmaýman. Men Pakistan'a işläýmän boldy. Ayalın Cungolu qoğandaki Mişel Toğlan ki bunun amal yok ki men ballanın dadısı men bu ballanın oposit kepektim edip yana azrak uyada bulağa heyve qıldı. Qaqandikin boldu biz qayt işlep bereyli dep bu ballağa qaytadan pasport işildi. Men özümnin pasportun ilişkin yolmağdım. Bir taraftan ballarımdan ki pasportunu işleş üçün yolmağdım. Aştaq qılıp jürüp iki taraflap jürüp bu pasportunu şunçilik teste 2018-13 ayının ahiri kulamga aldım. Ağa vaqtımda yana kulamga berip bulup nurgun yol endi bu. Şunda jıkpadım aşı taşqı işlarga. Barmen, kilimen. Yine a sebep, yine imza koymadı, yine saklaptı, o bu degendek endi. Şunda qılıp pasportun eliş jarayanda nurgun Uygurlarınki pasportlarını ücret atqanlığını gördüm. Çünkü idare organlarda işlep atqanlar burun pasport bijagenler hemmisini dedim ki abay her bir rayonda birden özüne ait siyaseti bar degendek. Mesela rayonlarda pasportunu ücrüp gel, senin pasport barken, seninki nimangni çeksek sende pasport bar dep çıktı, sen pasportunu juguz ver degendek aşındaq besimlerini septi. Men pasport almanda turup atma bir ücretini görüp hayran kaldım bu nimişki turup atkanlar bolsa pasportunu juguz atkanlar yana qarap. Bir uzun ücretten nurgun Uygurlar pasportunu juguz ötüptü. İdare organlarının qoğu başçılık qıp bopdu ne. Adatki şahsilerimi pasport biljemeýmiz, ikinci pasport biljemeýmiz dep biz aşta qıganlar var. Şunu bilen bu pasportunu qo'lamga aldım. Ağandan keyin bu pasportunu berip bolsa bobyo qilishing kerak bu pasportni dedi. Bu bobyo degan nima endi desem, yana qaytadan qo'lamga pasportni evilip mushu chiqsa bo'ladi deydiganga, yana shu yo'llarni, yana saqchixona, yana Go'nganju, yana Gobo, yana Sharlik Go'nganju, yana bizga hammasiga qaytadan urishlar dedi. Hay nima foydasi shularni urg'izib aldim pasportni. Yana nima ish qilishlar dedim. Desem, yo'q mushtamg'alarni urib bu pasportni bobyo qilishing kerak dedi. Şunun bilen yana qaytadan bu yollarni yana qaytadan mangdım. Meňe qysam balllarыңda çıkmaysa deydi o. Balllarың okuşyşlar dep men şunun bilen tätilge toğruldım bu. 12-nji aýda bergen pasportni. Şunun bilen 1-nji aýynyň netisi dedim bu ballarym qaraydigan adam ýok. Meni dadam qarap bolamaydy o. Men bu ballarymny tätil mezgili bolgandan keyin bil ap çykyşym kerek dep. Şunda jek iltimaslar kıldım. Mektepden koşulmay, çetelge çykyşy bolmaýdy ballar amady. O ballarımni mu ap çıkış üçün aň ahyrda koşuldy. Mektepden 3 gün bu ballarga ders ötdi. Ayak baganda hiç qandaq mescitke kirmeýme, anda qılmaýma, manda qılmaýma. Hattoki vatandagi sabaqdaşlarymyň, dostlarymyň, muallimniň degen qılgan etkenlerini aşak berip dimeýme degende, ballarymga wagtname ýazguzdy. Ahir men maňa degen köse 3 gün meni Abdunum raýonlyk Goňantiň deýmiz, ama aşnynki aşu tağının bagyrda bir aýrym bir binasy bar eken. Beni bir gün telefon geldi, siz çırpı çıkıp gelsiz, derhal müşakileyin dedi. Bir tağının ağrısında, yalnızda bir bina varken, bütün koror işti var.
Şunçilik qo'rqinchli bir qop-qora bir binanda bir cho'chaklardagideklar. Tog'ning orasida. U Abdunum rayonida Jehi nazoratining ishxonasi ekan. Aşağı bağında kim bile barsa, nim dep barsa, kimni tanıysa, çataldik tanıydigan bir Uygurning ismini bo'lsin deb deb. Men rostdan desam, çatalda yaşaydigan bir Uygurni bilmaydim uçak. Şu Pakistan barman degandikin endi bular şu Pakistandagi Uygurning birasining ismini deb berdi. O'ylab bulamayman kim bor. Hammasi Urumchi tursa, kimni deymi? Og'zimga kelganlar bana dedim. Rizvangul batdi deblar. O nerede turdu? Karachi'de turdu. Voy bilanti ular deb bir narsani yozdim. 3 kun uda aşağı alaqi meni aşağıda so'raq endi ana deysa, mana deysa, vatanlik ishdan demaysa, hech qanday odamga nim uchun bag'iningni demaysa degandek. Shuning bilan hammasiga ma'qul dedim. Voy chiqib olgacha nim bo'lsam bo'lay, nima desang ma'qul deb. Shuning bilan bular menga chiqadiganga oz qolganda shu xatni Aydirimga topshirib berishimni dedi. Mana buning ichida bu Xitoycha endi yaqin ko'p ko'rsanglar bo'ladi. Buning ichida meningki kimlik nomerim, turishlik joyim, pasport nomerim, o'g'limningki ismi, kimlik nomeri, tug'ilgan joyi, pasport nomeri hammasi bor. Bu eng oxirida mana 2019-yili eng muhimi shu. 2019-yili mana aniq chiqdimi? Ha, yaqinroq tuting, ko'rdik. Ha, bo'ldi. Ama şu anda bunun da yazık. Birinci ayın 30'u ettigen saat Beijing vakti saat 8'den 10'u ötkende çıkıdı vatandan. Ürümçi aeroporttan çıkıdı. Andaki Yislanbao aeroportka 8'den 20 ötkende İslamabad aeroportka konudu degen gap. Men mağdıgan aeroplanның numeri CZ6008. Aeroplanda bardı. Kila vaktim 2019 2. ayının 27. günü Beijing vakti 9'da 40'da İslamabad aeroportun uçudu. Anından keyin Ürümçi vakti 15'te 20 ötkende Ürümçi aeroportga tushdi. Mana mening saqchixonamning telefon nomeri ma'lum. Shundaq isbotni berdim. Shuni sen ko'tarib berib, mushkunda berib, mushkunda kep bo'lasadi. Shuning bilan bu narsani men aeroportga topshirsa deganda o'g'irlik men rasm tatib oldim bularni. Buning haqiqiy nusxasini men aeroportga topshirib etdim. Aeroportdan oldik uni. Bütün adamni aeroportdan chiqarib etib bizlab qoldi. So'ravadı. Yeliq aeroplanning vaqti to'shib ketib, mang deb Aydirimning ichidagilar chiqib deb ketadi. Shundaqdimi yeliq Xitoy degan davatda o'zingni bilib yo'q. Xuddi bir menga tahdid saqal lukchaklardeklar menga tahdid saqaldi. O'zingni bil, chetalga chiqqanda og'zingni yum. Umi saqchug'anda o nimada o'tgandiki, chigirda o'tadigan yerdagi nimalar. Ayrim uyga kirib meni va Urumchida bo'lgan köyge etkenlerini iş qaysını demeysen sana hükümet yaxşılık qilib seni bir aylık ruhsat berib çıraylık kel. Eğer unda bo'lmasa o'zingni bil, Pakistan degan jiroq emas. Pakistonga biz bora olamiz. Hatto bizning nurg'un boshliqlarimiz ashad o'tirdi. Bizning da cho'ng boshliqlar bor bu yerda. Seni 5 minutdan ichida Pokistonning nerede tutib ekelaydi deb. Ashunda qo'rqoqni soldi menga. Shunchilik endi İşçidekilerimi aldırtıvatıdı, meni tek kirgizmetmeydi, aşında qilib bir yarım saat 40 minutdak aşı manglam ballarım nima qilmadi. Hatta Aydirimga kirdigan vaqtida Aydirimning ichida mo bir tangsizlik bir ishin deb beray. Aydirimning ichida bir aparat ba mashina bor. Buni ichiga bütün Uyg'urlarni kirgizdi qarang. Chet-ellikni yo bo'lmasa bu Xitoylar kirmaydi uning ichiga. U mo xuddi bir men turmaga kirishdan burun yeliq aynak ish. Aynakning ichida nimba keshida aparat var degandekçe öğürtürdiğen eliki. Öğürtürse özü mağdıgan bir aparat var o. Şu neyse Aydırımның içinde var. Aydırımның işçiga emas dervaz o Aydırım Ürümçi aeroportning oldiga kirdigan yerda burun 51 yılning oxirgi bekiti batda aşağıdan turibla saqchilar derizini içing deydigan nimba derizini ochsiz jiroqdan derizini içing tekshirting deydi. Mushta qarabla Uyg'ur bo'lsin mayaqmang deydi qarab. Uyg'ur bo'lsin sen u tekshirtsa deb Xitoylarni ketkizdi. Har necha qitim chet-elliklar urushib ketdi u yerda. Uyg'urchilar chet-elliklar bo'lsin, sen nim deb bizni tekshirsa olmadi. Nima zulm bu bicharalar Aydirimning ichidami tekshiradigan yabat bo'lsa, sen nim deb bu yerda tekshirib olsa bularning birmisini deb. Aydirimga ap kirmoqchi bo'lgan narsimizni Aydirimga kirmay turib, shu sirtlar bir ikki bekat nerisini tekshirish bor. Qachon derizni tushirimiz Uyg'ur bo'lsin mayaqamang deplab yana akaga narsimizni mashinadan o'tkazib har birisini ig'ir chandan somka narsimizni
Aşağıdan bir ötküzüp, anadan keyin kimlikimizni sürüp ketip, anadan keyin ötümüz. O yerde bir to'saldık. İçinde turib, yana aerodromdagilar, aeroplandagilar mangdab ketdi. Onu bir to'saldık. Shunday qilib yurib, ikki qatam to'saldik. O'ng'uchilik mangdigan vaqtimda menga shu aeroportdagi Xitoy dediki, sen vaqtida kelmasang, sening pasportingni misha turib yanada o'chirdi kompyuterdan. Sening hech qanday nimang qilmaydi u chaqda. Pasporting kuydi. U chaqda bu yerga kelinmaysa, pasporting yo'q hisobda bo'ladi deb ash mangdigan vaqtida ajoyib bir qo'rqoq amaliki tahdid aralash gaplarni qilib ketdi men. Shuning bilan mayli dedim, nim bo'lsa mayli, bir ketib olayamishadin dedim. Shuning bilan 3 balam yo'lishim bilan Pokistonga keldik. Kelib dal mushlarning vaqti to'shdi 2-ayning 28-kunisi. Shuning bilan bu 28-kunisi bu aeroplan Pokistonda aeroplanlik hamda Hindiston bilan Pokistonning bir urush bo'lib, bu aeroplanda bir tushib ketdi. Hozir tordan tekshirsanglarmi, shu 2019 2-ayning 27-8-larimi, 25-26-larimi shunda bo'lgan ish. Butun aeroportlarni taqib etdi. Hech qanday aeroplan ucholmaydi, hech qanday aeroplan kirolmaydi Pokistonga. Urush holatida bo'lib ketdi-da. Shuningdek tursimi bir tordan tekshirib, "Ma shuning uchun kelanmabdi" demedi, amaliyotda men bormaydim. Lekin bular 28-kuni sizlar menga telefon urib, dadam saqchixonada kelamskenmamsa deb oqilarim meni. Bu aloqalashing, uydagilarla aloqalashing, hatto bu ovozlarimga batdi bu telefonda yo'q. Tepedagi telefondagi anglaydigan bo'lsangiz ajoyiblandi. Kelamiz ovozni elib olganmiz ashyo. Ovozim hammasi bor, ovozlar bor. Tamam, unum deyil unda oskilar. Akıllarim aşı jığlıgıdek olup bana aşı dep ketedi. Canım fukam saqçılarla aloqalashing. Sizni vaqtida kelmadi deb uydagilar dadamni so'rab ketibdi. Dadam saqchixon degandek gaplarni hammasi bor unda. Shuning bilan ashta dedi degandekin men o telefonni oxir urdim saqchiga. Telefon qilib, "Voy bu sizlar qiziqkansizlar, bu sizlar xabar ko'rmamsizlar. Men mangay degan aeroport bilan uchanmadi." Amaliyotda uchish aeroport uçup qo'ygan bo'lsam, men yana Amerikaga shu zamon ketalaydim. Ashlarning vaqti to'shmasdilar. Bir oylik vaqti to'shmaylar. Shuning bilan men bu yoqqa kelanmadim-da, lekin bu yoqqa kelanmagandan keyin ala pasportimni jo'natmasin deb bilan aldab turdim. Men mangmoqchidim, sizlar xabar ko'mdinglarmi? İşte aeroportdan itibatdi, hech qanday aeroplan kelanmadi, amarsam bizning mahallalik saqchi boshlig'i Uyg'ur balati u bal dedi, "Ha, shu bizim shundan gumon qilgan bo'ldi hamsa, mush aeroplan ichilsa sizga kengchilik bo'pti. Ang yaxshi inib keling" deb boshladi degan. Men ketmayman dedim, mush aerodrom ichilsa aeroplanlar ucha olsa borma dedim. Sen ma'qul dedi. Shuning bilan bu aeroplan shu ucha olgan bo'lgandilar, men Amerikaga balatni elib Amerikaga elib keldim. Yenib kelib, shuning bilan men bu guvohlik berish uchun Washington Amerikaga vizni qanday oldingiz? Xitoy pasportiga? 2016-yil olgan. Onundan burun mening yo'ldoshim Amerikaga kelib ketib, uning pasportida viza batdi. Amerikaning vizasini boshqa yo'ldoshim olgan. Bu yangi olgan pasportingizmi? O'tibadimi vizam deya qaytadan oldingizmi? Men yangi pasport olmadim, bolalarimning yangi tek. Bu meningki konu pasportni qaytarib berdi shu. Konu pasport. Men yangi pasport ishlatmadim-ki, o'zimning konu pasportimni qaytarib berdi. Bolalarimning pasporti yangi tek, lekin konu pasportni konu pasportga Amerikaning vizasini ko'mdimi? Kim? Xitoylamasangiz qaytarib berganda? Yo'q. Bağlığını bildi, lekin şu çağda bana senin pasportunda Amerika'nın kanunluk, benim pasportumda hatta Japon'un mu vizesi battı? Japon'un mu 5 yıllık vizesi battı şu çağda? Dedi sen hazır bu yerden çıkarsan Japon gitalaysa hem Amerika gitalaydikense sen aşağıya gidişi oylaştın mı? Dep başladı. Digendikin ben herkes ondak oylamadım. Ben bamayım bu yerge. Dep başladı. Digendikin senin belgelengen mühlet içinde kayıtıp gelmesen senin pasportun şu caydılı cancel koyduğumuz beraber yok koyduğumuz senin pasportunu. Sen başka devletke mi çıkamaysa beraber dedi. Degandiki mening o'y xiyolimda men shu Pokistonga chiqdim, Pokistondan boshqa chiqamaydigan o'xshayman bu belgilangan vaqt ichida bo'lmasa deb shu men bir oy to'shmay turib Amerikaga ketmoqchidim. Chunki men bir oy ichida ketmasam mening pasportimni yo'q qo'ydi bo'ladi. Xo'sh. Shuning bilan Amerikaga keldik 4-ayning 1 2019 4-ayning 1-kunisi Amerikaga tushdik. Shu jarayonda 28dan 4-ayning 1-chilik bo'lgan bir oy vaqtida Pokistonda aeroplanlar uchun bir oy aeroplan uchganmadi. Shuning bilan biz Pokistonga qaytmadik. O'ng'uchilik bu aholilar komisiyadan to'l telefon qilib, shu xuddi men meyoqqa balat olsam, ularning kompyuterda mening balat olganim chiqadigan o'xshaydi menimcha. Shu balat oldim,
lekin biz mında qildik. Baletni oldin olalik uzoq vaqtdan keyin avamadik. 3 kundan keyin ya 2 kundan keyinki baletni lam mush aeroplanlar echilib ashunda 2 kun 3 kundan keyin balet qimmat olsun mayli. Darhal mangdiganni alayli deb shuningla ashta baletni oldik. Elib shu aeroportga kelsak, qizimning eng kichik qizimningki nimasi chiqmay qoldi demaysiz tordan. Yig'layapman aeroportda, bu endi bular to'xtatamiz deb endi pasportni yo'q etamiz deb kichik qizimnikini yo'q etgan o'xshaydi deb oxirida u Pokistondagi aydirimdagilarmi yaxshi ekan, u meni ichiga kirib bir yerdan bir yerga imzolab kompyuterda chiqmaydi qizimning pasporti. Shuningla bu bir oylik ishlar tursak, buning nima deb chiqmaydi dedik. Endi mening hozircha ishda bir gumonimmi bor ediki. Endi ashundan boshlab pasportni to'g'latgan bo'lsa, bizga kelganda ulgurolmaylar aeroportga chiqib qoldikmi deb o'ylayman, lekin qizimning pasporti shu aeroportda boarding kart chiqmadi. U 1 soatlik ashada ashlamu hayron qoldi. Bu bir oylik ishlar ekan, hamma nimasi bor ekan. Endi biz bu yoqqa borganki bizning to'y xatlarimiz, hamma nimamiz bo'ldi-da qo'limizda. Nopos hamma narsamiz endi. Shu dedi bu emas bir oylik ishlar ekan deb ma ishga borasam bo'ldi. Buning bo'lmaydigan deb oxiri aydirimdagi boshliqlar yo u bu qilib qo'lidan bir narsa yozib mangchiq aeroplanga deb chiqarib vaqt to'shqandan keyin. Shu chaqda qizimning pasportida hech qanday bir ko'rinmadi hech qanday narsa. Shuning bilan 4-oyning 1-kunisi Amerika Washingtonga sog'-salomat qo'ndik. Qo'niblam men hattoki Pokistonda turib men mushu akavaga materiallarimning hammasini Amerikaga borsak, cho'qim bu narsani tarjimon qilish, tarjimonlarni izlab topamiz. Balkim u yerga borgandan keyin bu narsalarni azam pulga tarjima qilmaydi degandek qilib biz butun materiallarni mush isbotli narsalarning hammani Pokistonda tarjima qilib, hammasini ratlab ashundoq elib biz nimaga keldik? Amerikaga. Kelgandan keyin zodi oldimizga ingliz tarjima qildim. Hamma narsani hattoki noposi islom emas dinga itoat qilmaydi degandan tortib ashuni ingliz tarjima qildim. Hamma narsani zodi nima desa hozir menda ingliz tarjima deydi. Har qanday isbotimni. Shuning bilan hattoki oydirimga bir muxbir chiqib sen Sharq Turkistondan kelsa, sen nima bo'ldi desa, men bir boshdan sumkamdan bir narsani elib beraligidek holatda keldim, oydirimga tushdim. Tushib shuning bilan hamma nimani hayajonga solgan yeri Amerikaga keldim. Yo'ldoshim bir ikki qatam meni oldimda keldi, Amerikaga kelgan vaqtida bularni aeroportda to'sib olib, so'roq qilib, nimaga kelding, qachon ketsa degandek ishlar bo'libdi. Men aeroportga tushgan vaqtimda yo'ldoshim dediki, menga sen ansirma, bu soqchilardan pek qo'rqmayman, men bu soqchi ko'rsam men. Shu dedi, bu siz ansirmang, mala sizdan faqatli gap so'raydi. So'rab qolsa, siz men tuqqa yo'qolib keldim, balalarim bilan sayohat keldim, ketaman desangiz bo'ldim, men shuni tarjima qilib bermaslik dedim. Maqla deb shuning bilan endi shu so'raydigan savollarga javob bermangu deb tudim. To'sam nadiki, u keplam mening pasportimni ko'riblam. O texim meningdanmi o'ta hayajon aeroportdagi u Amerikalar. Sen Uyg'urma deydi, qarang meni pasportimni ko'riblar. Shuning bilan o yo'ldoshim dedi, Uyg'ur deb ashiradi. Qarsam Jungo pasport turdi, shu Uyg'urmikin dedim. Va, qanday kelding deydi jumayliq aeroportga. Onu bildiği o'xshaydi, hech kim kelmaganligini, bu bir haqiqatan biroz o'tmaganini. Shuning bilan ham yiliq yerda endi shunchalik bir hayajonda endi bu va sen Uyg'urma degandiklar xuddi bir birinchi qatimliq Amerikaning meni qarshag'inida bu endi. Sulumni xabarlardan anglab turgandan keyin ular balkim. Balkim. Endi meni so'roq qildi deb kallamda boshqa xil o'ylab bo'lib ketgan, lekin amaliyotda u meni sen Uyg'urma, Uyg'ur deb ketdi, bu voy deb qoldim. Qarsam hech qanday so'roqmi so'ramadi, hech qanday gapmi qilmadi. Shu bir gapi hozirgi esimda qoldi, ingliz tili bilmasam, shu gapi esimda qoldi. Welcome to America deganda shunda qo'shib ketdim. Voy shunda qo'shildi ha o'rtaqa. Voy kira deb bolalarimni shunchalik mehrlik u bizni ashunda o'tkazibdi hamda. Mangla mayadni o'tinglar deb butun odamni ib qavatdi hammasini. Bir qaptak narsani ichiga pasportini qisib, mang oyoqqa deb soqchilar uni oyoqqa, buni oyoqqa akitadi. Mang kelganda endi sen Uyg'urma deb menga ajoyib bir ichilishlik bir ta'sirlik bir ko'rinish bu. Sen Uyg'urma, sen qanday kelding deb. Shuning bilan yo'ldoshim uni paranglashdi. Ungachilik hech kim aeroportda aydirimdan chiqqan, hammadan keyinda biz chiqqan amaliyotda ular bizni tekshirtmay, hammaning oldida bizningki yuktak oldigan yerga biz oldi boshlab berib qo'ydik. Shuningdek bu insonlarning qanchalik sirtlik insonlarning biz azaldan bir mehr muhabbat uzoq
vaqtliq mehr muhabbatdan mahrum bo'lgan insonlarning qanday bir boshqa bir millat, boshqa bir dindagilarning oldida bizga bo'lgan insonlarga bo'lgan mehr muhabbati texmi menga og'ir bir ta'sir qildi Amerikaga kelgan yoqsi. Shuning bilan men shu Washington Postda birinchi qatimliq nimani bütün guvalıqni Washington Post'a berdim. Bununla birinci olup Ruqiya Turduş adamga rahmat aytaman. Ruqiya adam şu işlarni o'rinlashtirib, shu Kanadada turib, Washington Post'dagi adamlarni qildi. Ondan keyin bu uydagilardan uzluksiz telefon kelib, shu saqchilardan telefon kelib, sen ortiq so'zlama, ama degandek qilgandan keyin men bu ishlarni 2 oygacha qo'rqib to'xtatdim. Chunki dadam kasalchan emas, sog'lom adam, lekin yosh kuching bo'lib qoldi. Ba'zi ishlarni ko'tarolmaydi. Men bilaman, chunki hatto mening dadamning do'stlarining turmaga olib ketganligini, hatto zambilga silib uyga kelib tashlab qo'yganligini bilaman. Mening ko'z oldimga shular keldi, qo'rqdim. Menmi qo'rqdim boshda. Shuning bilan Washington Postga bu butun hamma guvohligimni berib bo'ldim, shunchalik yaxshi berdim. Hattoki xuddi bir filmdek qilib ishlab chiqdi buni ular. Shuning bilan men qo'rqib buni shikoyatdek to'xtatib qo'ydim. Chunki dadammo menga bakal urib ketdi, hatto akalarimning undidarida, ben dadamga telefon qilmadim. Akamning undidarlarida ilib, jinim balam qo'shilay ortiq ish aralashma, bizni o'yla, akalaringni o'yla deb, akalaringning kichik bolasi bor, mening keslim bor, ortiq gap o'ynim qilma deb deb ketdi. Degandan keyin men bo'ldi, kichik bolalar, men to'g'riliq akalarimni akasa, demasam men ko'zim bilib ko'rdimda, akasi chetalda, dadasi chetalda, ukasi chetalda deb akil ketganlarni. Endi men sabablik mening akalarim ketganda ularning kichik bolalari bor. Bo'ldilar, o'tinib qolay, bu guvohlikni bermayman dedim. Desam 2 oy mening yo'ldoshim menga ideya xizmat ishildi. Talaga chiqsam, uyga kirsam, sen vijdonsizlik qilyapsan. Sen qaysi vijdoning bilan unda qilyapsan dedi. Hattoki men endi sen Amerika noposiga o'tish uchun cho'qim guvohlik berishim kerakmi, sen meni deb zo'laysan dedim. Bu guvohlik berishla Amerika noposiga o'tishning hech qanday munosabati yo'q. Sen Amerikaga kelding, kimni bo'lsa oladi Uyg'ur. Butun dunyo ko'ryapti. Guvohlik bermasangizmi bo'ladi. Lekin siz mushu vijdoningiz bilan siz nurg'un insonlarning musulmon bo'lganligi uchun turmaga kiryapti. Birinchi millatingiz kiryapti, ikkinchi sizning dindagilar islom diniga bo'lgan musulmonlarni tutib so'lab mushtaq qilyapti. Siz hammani ko'ryapti odam, siz nima deb mushlarning so'zi bo'lmaysiz dedi. Bir tarafga qarasam dadam mening ko'z oldimga paydo bo'ldi. Urug' tuqqanlarim gap qilma. Bizli tinish qo'y degandek menga shu xuddi bir yenimda bir ovoz anglanayotgandek. Bir tarafga qarasam yo'ldoshim, sen vijdoning bilan ish qilmading, sen mening ayolimdek ish qilmading deb ketadi. Shuning bilan oxiri dedim, dedi bir dadamni, bir akamni o'ylasangiz, nurg'un odamlar o'lib ketyapti, nurg'un odamlar o'lyapti. Sening millatinglar tugashkidak dedi. Sen gap qilmading, sening millating tugashkidak. Sen hammani ko'rib turg'uchi bir guvohchi. Hammani ko'rding, beshingdan o'tkazding, turmani ko'rding. Muşta operatsiyadan chiqding, nurg'un ishlarni qildingsan, sizlar yana mushundaq sizlar uchoq go'shvosh millat deb sizlar gap qilmasan dedi. Bu go'shvosh degan gapni oxir chidamay devatgandan keyin men bak eg'ir keldi bu gap. Bo'ldi, gap qilsam qilay. Bo'ldi, urug' tuqqanlarimni Allohga qo'yibdim. Bütün urug' tuqqanlarimni Allohga qo'yib qo'ydim. Ularni baribir ko'rolmayman vatan turib. Bo'ldi, shu Allohning oldiga borgan ko'rishay deb Şunun bilan 2 oydan keyin bo'ldi, taqassaqlar bo'ldi dedim. Anadan keyin boshqa yerdagi matbuotlar yoki jurnalistlar yoki kitob yozadigan bo'lamdi yoki har qanday yana ish qilib ta hozirga qadar, bugunga qadar, mush vaqt qadar 89 qitim intervyu beribdiman. Bir kunmi ish qilib, 89 qitim. 89 qitim. Meni sanab hisoblab, hatta intervyularimni ba'zilari chiqmadi. Bazı Arap devletlerine şunda açığım geldi. Bazı 2 qitim Arap kanallarına ziyaretini hatta özüm berip, aldığı berip durup verdim. Biz baramayımız sen kilalemse degendeki bazılarına öydümü kolaysız болып қалған vaqtlarda aldığı berip verdim. Aldığı berip versem mi? Hatta o bazıları çıkmadı. Onu ben düşünmedim. Ya Xitay ağzını maylı verdim o ya bilmedim. Lekin qağanlarının hemmisi degidek her qandaq jurnallarda, her qandaq gezi dolamdı. Va yoki xabar ovozliq bo'lamdi va yoki videoliq bo'lamdi. Ashundaq bo'lib har bir yerda endi biz sizga degandek har qanday muxbir tafsiliy intervyu qilmayotgan shunga bir xil ochiqim keldi. Nurg'un ishlar bo'layotsa sizlarning deb meni tafsiliy intervyu qilmaysizlar degandek. Ondan keyin
kimga nima lozim bo'lsa shuni ep qiladi ekan. Masalan, ba'zanlarga turmuning hayoti, turmuning uchun nima shuldi, shuni depasiz bo'ldi deydi. Ba'zanlarga sen tug'mas qilibdi, sen tug'mas qilishdagi maqsadi nima? Kimni qildi, rosashda qilyaptimdi, qanday ahvolda qildi deb uni so'raydi ekan. Ba'zilar jamiyatdagi ahvollarni so'raydi ekan. Masalan, sizlarning işte apparatlar bor ekan, u bor ekan, bu bor ekan, sizlar qanday yashayapsizlar degandek. Shu har kimga nima to'g'riliq material lazım bo'lsa shuni material lazım bo'lsa shuni oldi. Shuning bilan men o'sha kelgandan keyin Umar akam Rabia Qadrapash ashlar menga birlashib meni shu Aqsarayga kirdim ben. Guvohlik berdim. Bergan vaqtimda shu mushlarni bir haqiqiy ishontirish uchun yerda o'tgan bir gilam bor ekan shu ishg'ollarda. Shu gilamning ustida o'tiriblam qanday o'tag'izdi, qanday turmida qanday qo'yib soldi, qanday o'tirib dars angladi, qanday yotdi, qanday o'tadi, qanday jazo yurgazdi. Ashning hammani yig'lab turib shu o'zimning tutib olamadim. Boshlarim og'rib ketdi. Tashqi ishlardagilarga qo'limdagi materiallarni, isbot materiallarni tarjima qilib olgan. Shulardan tartib ular ko'z tutib turib shu tashqi ishlarda guvohlik bersam, ala oxiri chidab o'tirib olmadi. O'rnidan qo'pib ketdi, yig'lab, hammasi yig'ladi deyliqinida. Bir o'lamga kelgandeklar butun bir shu tashqi ishlardagi bir zal yig'zarg'il to'shib ketdi. Aqsarayga bordim, Aqsarayda mashina yig'za urib ketdi. Ularni jo'zlarga mushta urib ketibdi erkaklardan tortib. Mushta ish bo'tamdi deb. Oxiri shuning bilan meni Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'inida guvohlik berishga meni o'rlashtirdi. O'rlashtirgan vaqtida men guvohlik qilgan vaqtimda akamning menga qilgan gaplari bor edi uydarda. Sen nima ish qilyapsan? Qilayotgan ishingdan to'xta. Dadam saqchiqanda. O'zingni bil. Dadam Bekirning qishda. O Bekri deganimiz hamda bizning mahalladagi saqchi boshlig'i. Abaqi telefon nomeriga urib Bekri bormi desanglar oladi ash telefonni ash qo'yib. Shuning bilan dadam Bekirning qishda o'zingni bil deb turyapti. Men yana shu xuddi bir dadamni datma qilg'il mangandek yig'layapman ichimdan chiqib. Qanchalik ochiq bo'layotganini bilmayman. Bir tarafdan tuqqanlarim, bir tarafdan bütün Uyg'ur xalqi turmadagilarni qo'lni mushtaq qilib turgandek menga unda qilma bizni qutuldir. Xuddi bir ashlar qo'limda qilib turib men tatib olalaydigandek ashlarni har birisini bir taldim. Shu poyezdda bordiq, bag'ichilikmi degan shunchalik bearamchilik uydagilar telefon o'rvatdi bir tarafdan Umar akam menga tasalli beryapti, ukam qo'rqmang, keyningizni biz bor deb Rabia opashda telefon o'rvatdi. Balam cho'qim deyishingiz kerak, dunyoga anglitshingiz kerak balam, siz bir qahramon deb ular menga haddan madad beryapti. Shu Nyu-Yorkka bordim, berib hatta Trump efendi aldığımda söz kıvatıda bir yığınga bağaqtıda men yenidli oturma 10 metr aralığımız yok. Men İngiliz dili bilmedim. Bilmesem mende qaram adam yok. Men hatta ki Trump'ның aldığa Trump yaşasın, Uygur'nu qutulduruň, Uygurlar zulüm içinde dep men hatta ki bir yığın zalıga kirip Trump 10 metr yerde yığın zalda sözlatıdı. Men müşta yerde oturup yeşim degen toxtumay eqivatıdı. Men hatta ki birdemde niyetimni mi buz boldum. Men işte vaqra dep turchu. Vaqasam mush atrofda butunlay apparat hammasi tayyor turibdi hozir. Mushlar hammasi menga qartidi apparatni. Ana degan bu bir ish bo'ladi. O'chaq butun mediada bir qitim dunyo qo'zg'aladi. Masalan bir burunqi boshqa oyoq atgandan bu bir oyoq modib ketdi. Hamma odam u xabarlarda taqilib ketdi. Ashning o'xshash men niyetimni buzib oldim. Men cho'qim işte qilay. Men hozir qo'piblam Uyg'urcha desam buni kim tarjima qilib bo'lar? Yenimda Nurika o'tirdi. Yana bu yana bir akash o'tirdi. Nechimizmish bir qator bir o'tadi. Bo'ldi, men bugun nima ko'rsam ko'rib deymişadi. Vaqray, Trump efendim bizga erkinlik kerak, Uyg'urlarga erkinlik kerak, bizni qutuldirib oling deb vaqray deb niyetimni buzib o'rnimdan qo'pay deb bunday qarsam yo'lishim mangdigan vaqtida ashlar deganday bu boshquruvchilarning yana dikilarning endi har birisi qurolliq aloqa nim bo'ldi malani nim qildiganlar qo'g'dug'uchilarning qurol bo'ldi yelim aytib o'tmabdi deganda bir gapni anglagandim qarsam rostla uning yanında qo'g'dug'uchilar turdi men endi amishda bir so'zlayman deb bu yerga chiroyli gap qilman deb keldim kelib bu qaramliqni qilib qo'yib andim pangni o'qdim bir stigib men Trumpni yaşasın deb bo'g'uchiliksan ölsün dedin yabımız manda anlanıp andamanda bulup men endi buni işte topda o'qdi ölüp tugimay men bu guvalığımni chiroyli beray deb yana bir shaytonim deydi qo'pa o'rnidan Uyg'urcha desang bu nim deydi oxirgi gaping chiqdi bir yerdan deydi
Yana bir şeytanım deydi, yo'q, unda qilma, yendikisi seni atıdı degandek aşındaq bo'ldi. Atrofga qaraymanda hozir mishadi niyatimni buzib turam, bir vaqirib olsam, bir davasam, mush vaqirab turib butun medialarni o'zimga qarasam degandek ashunda ishlab, ashunda xiyollar kiryapti kallamga. Shuni o'ng'ichilik u odamni uzoq so'zlatkizmaydi ekan. Shu bir 15 minut so'zlagandek u odamni yana bir yig'in zaliga achib ketdi. Ertasiga anadan keyin bizni guvohlik berishga bir cho'ng bir zalni qilibdi. U chaqdimi men guvohlikni qanday yerda berganligini bilmayman. O'kinish qunib ertasiga shu guvohlik beradigan maxsus guvohlik yig'in zal o'rlashtiribdi. U yerga berib yig'in zaliga kirib guvohlik bermanga deb hech qanday tamtirmagandim. Endi yig'in zalining oldiga kelsam, siz o'ylab boqolmaydigan chiqilgan masjid, o'lib ketgan Uyg'urlarning yotgan jasadlari chiqilayotgan masjid, u bir yig'in zalining ikki tarafida nurg'unlagan rasmlarni qo'yib tutib qarang. Mush Uyg'urlarning, butun Uyg'urlarga oid mushundaq bo'linayotgan zulmning hammasiga oid rasmlar ashada bo'lib ketibdi. Siz o'ylab boqing, 38 davlatning vakillari, hattoki u ya'niki cho'ng hamda arboblari, cho'ng boshliqlari hamda Birlashgan Davlatlar yig'iniga yig'inga kelgan cho'ng arboblar hamda 38 davlatning odamlari. Men bir hisobda hamda xuddi bir Qashqarning yakan Xotanda bir umr yezida turib, biroqlam bir shaharga kelib, shahar boshlig'i bilan ko'rishgandek bir ishda hamda u. Men hamda shundaq bir so'rinda men hamda oshlarga qarabla hayajonlandim-da, shu rasmlarga qarabla bir yig'i tutgan meni tinchdilar. Endi bu o'ylab boqingsiz, men o'zimmi o'ylab boqamag'idek darajadagi bunchalik rasmlarni yiqqandoq deb o'ylamagandim. Ashiyaga kirdim, yig'in zalida o'tirdim, qarasam necha musulmon ayollar xuddi menga o'xshash yog'liqlarni chigib o'tiribdi. O'tirgandiki yana bir ish kallam kirdi. Tova, astag'firullah. Bizning vatanimiz musulmon deb turib, mushunchalik yog'liqni chigamaydi. Men ashunga qarab ichimda davatdim, hey, biz mushunchalik yog'liq atamaymiz vatanda. Deb ichimda asha davatdim, men shuning bilan u guvohligimni boshladim. Boshlagan vaqtimda endi meni ezib ketdi dedimki, Umarkan menga Zubayra Chashla ishkisi menga o'zimning hikoyasini bir qog'ozga ixchamlab kichiklab berdi, mushuni o'qing deb. Endi chunki ularning yaxshi ko'ngli hamda ezib ketmasin deb. Shuning bilan men o'zimning hikoyasi, men sizlarga deb berdim, sizlar buni ezibsizlar. Men buni bu yerga chiqib qog'ozni ko'tarib o'qisam, xuddi bir Azgulning ya Patigulning hikoyasini o'qib berayotgandek bo'lib qolaman. Men ishki hissiyatni chiqarib mishadi, o'zim so'zlayman. O'zim deyman mushlarga. Deb shuning bilan ularning qog'ozini o'qib qo'ydim. Shuning bilan o'shada guvohlikni berdim. Bergandan keyin talog'i chiqqanda bir 300 dek muxbir meni o'rib oldi oraga ilib. Voy, qanday bo'ldi? Siz vatandan Sharq Turkistonda yangidan chiqibsiz. Qanday ishlar bo'ldi? Mush Xitoy bilan Uyg'urning tuqqan bo'lish ishlarini biz angladik, mushtami deganlar qo'lamga mush materiallarim batdi. Ash qizim bilan 10 yoshli qizim bilan Xitoy tuqqundagi rasmi qo'lamning oldida chiqib qoldi. Shuning bilan ko'tarapli vaqadim. Ey, dunyo xalqi sizlar o'ylab boqinglar, mening qizim 10 yosh. Sizlar o'ylanglar, men kimning bolasi yo'q, kim qizini o'zi asramaydi, kim qizini o'zi nim qilmaydi, sizlar o'ylab boqinglar. Mening mush qizimga, mush Xitoylar majbur mush 10 yoshli qizalga, 11 yoshli qizalga mush 20 yoshli tuqqan qilib bil yatsa qopsa dedi deb ashada butun muxbirlarni bir hayajonga soldirdi meni qiyada. Ayliq muxbirlar degan gap tugmaydi, uni so'raydi, buni so'raydi. Hammasiga ash qo'lamdan oldirmay to'xta deb nima savol so'rasa ashning oyat binasini ko'rsatib mana manda jarimani oldi, mana meni manch kunlik qo'yib bergan, mana manda bo'ldi, anda bo'ldi. Hammasini deb bersam bu muxbirlarni bir qo'l yezib uni. Shuning bilan kechda bir kun oqshimisi mushu muxbirlarni kutilish yig'ini qilaylik, hammamiz yig'ilishib bir zalni ilib dedi. Ma'qul dedim. Şunu o günüz keşte qep qaldık, şununla bir zalni aldı, bular muxbirlar kütülüş deb. Aşağıda bu 300 dek muxbir var. Mening deganimni hozir sizga o'xshash deb beryapman. Ular ashunda yezib, har xil matbuotlarda, har xil jurnallarga chiqarib qildi. Shundan keyin ta hozirga qadar men bir kunmi endi onda desam nima emas, endi haftada oz bo'lgandimi burun bek chiqdi. Kunda 2dan 3dan beryapatdim bu xabarlarni. Hozir ancha-muncha azildi. Chunki bundan keyin boldirmi kelgan shahidlar bor ekan. Ularning so'zlarida to'xtamay, shuning bilan meningki azroq hozir sal pasildi. Bo'lmasa men 2019 kelgan 4-oyninki keldim. Bir ishga
o'zimni to'xtab olamay intervyu bermedim. Onundan keyin mana ta hozirga qadar tunigimi birini berdim Kanadaga. Ashta qilib to'xtamay uzluksiz mushu Uyg'urlarning ahvollarini isbotli qoldi. Guvaligimiz bor, isbotli qoldi. Deyaligidek bu podshoh bilan malikaning hikoyasini o'qib bermay biz mushtaq narsalarni isbotli so'zlaylik deb mush isbotli materiallarning hammasini ashlarga har bir qitim intervyu bersam mush narsalarning hammasini shular avatib men so'zlaymanki oqidan sizga mush materiallar avatman men nima degan bo'lsam desam ma'qul deydi shu ashtaq qilib yurib hamma narsani isbotlab shularni ta'minlab ta hozirga qadar shunday o'tatman. Ko'pdan ko'p rahmat, haqiqatan cho'ng bir g'ayrat bu. Alloh razı olsun sizdan yani bu cho'ng bir xizmat qildingiz bu millatga. Haqiqatan hammamiz tashakkur etamiz. Ish qilib siz chiqqandan bu yoqdan mayli sizdan ilgirki Mehrgul Tursun bo'lsin. Hammasi ish qilib nihoyatda jiq xizmat bo'ldi-ku bu hamda. Bütün nüfuzluq axborotlarda nihoyatda go'zal shaklda ishlandi bu sizlarningki bu haqiqiy isbotli holatda qilgan gaplaringlar shu yerdagi g'arb dunyosidami cho'ng bir bizning masalamizni ularningki yaqindan tunishiga bilishiga cho'ng turtki bo'ldinglar. Haqiqatan rahmat aytamiz. Ko'p narsalardan voz kechib turib hammasini qayirib qo'yib turib millatingiz uchun qilgan bu xizmatingizni dunyo oxiratda Rabbim hargiz bekor qo'ymaydi. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Bizga nihoyatda tafsilotlar so'zlab berdiingiz. Alloh razı bo'lsin. Yana bundan keyingi hayotingizda inshaalloh bu zulm hargiz bunday davom qilmaydi. Chuqur g'alaba qilamiz. Mayli ahvolimiz tasvirlisiz darajada bo'lsinmi, har qanday bir odam anglasa badallari tikan bo'lib ketgan darajadagi bu zulm degan yer sharida, yer yuzida bir yerda bugun bir bombardimon bo'layotgan, urush bo'layotgan, ustiga kunda bomba tushayotgan urush rayonidami bu darajada rezillik, bu darajada nomussizlik yuz bermaydi hamda. Bugun dunyoda hamma odam voqeada Isroilda, Falastinda anda olib ketdi, Suriyada yillardan buyon urush bo'layotdi. Hiçbir yerda %100 holatda ayta olamizki, urush bo'layotgan rayonda bu darajada nomussizlik, bu darajada bostirish, bu darajada ig'ir jinoyat hech bir yerda yo'q yer yuzida. Bu hargiz bunday o'tib ketmaydi. Urush bo'layotgan yerdami, hatto kichik bolalar bilan, erlar bilan yerdan toshlarni ilib qarshi tarafga atalaydi. Bizda shunchilikmi bizda nima yo'q? Huquq yo'q, to'g'ri. Men misha kelgandan keyin shu programmamizning oxirisida shuni bir yig'inchoqlab tugatay, qisqagina qilib. Men kelgandan keyin mushta so'zlagandan keyin bu Xitoy uzluksiz uydagilarni gap qilg'izg'ul soldi, oilamdagilarni menga qarshi gap qilg'izdi. Bo'pti, ularning nima desa mayli, ularning hech qanday gapi parvo etmaydi. Ularni Xitoy so'ziltadi majburiy. Lekin menga tahdid telefonlarimi keldi, tahdid uchurlarimi keldi. Mush istiqlol xabarlaridami berdinglar, o'zinglar ko'rdinglar. Ondan keyin mening yo'ldoshimni Pokistondagi Xitoy konsuli yo'ldoshimni Ichki ishlar ministrligiga arz qilib, yo'ldoshimni men ayoli ham 3 bolasini men nomussizlarni ko'rdingizmi? Ayoli ham 3 bolasini go'rog elib Jungodan qochgan degan jinoyatni berdi. Pokistonda. Pokistonga arz qildirib, hozir yani demakchi yo'ldoshingiz Pokistonning nazarida sizni ep qochgan insonmi yani? Siz o'ylab baqing, bu biz yo'q, Pokistondagi uyda hech kim yo'q. Shu chaqda qo'shinlarga ashi debdi. Muhammad Imron Jungoliq ayoli bilan 3 bolasini go'rog elib qochgan deb. Siz o'ylab baqing, insonni aqli kiramda bir ayolni, bolalarni go'rog oldigan inson bormi? Siz o'ylang. Ya Rabbim ya. Bunu kim qildi? O do'stlaridan ashqulun qo'shinlarga debdiki, "Voy bu ayoli, balları shunda qo'shar, Pokiston kelgan vaqtida bu qanday gap bu ayolning go'rag olamdi desa, bizga Xitoy konsulligiga arzi bu. Bizga işte arz keldi. Ayoli bilan bolalarni go'rag apti. Bu nerede hazır qaysonlar bilasizlar degandek. Endi maqsad maslan endi biz Pokistondami masalan bu harakatni qilamaymiz da Pokistonda bo'lsak bunchalik pek guvohlik o'chib qilmaymiz. Agar Pokistonda turib Xitoy konsulidan arz qilib yo'ldoshimni ayoli bolalarni go'rag apti deb o do'stlari bu qulum qo'shinlar kulib turibdi. Nerede o'zining xotinini, o'zining ayolini go'rag olgan ba.
bu ne akılga sığdıgan gap dese bizge Xitoy konsuldan arz var. Bunu tutup ekilishga deb başladı. Bana mançilik besimlar siz oylab bakma. Bir yoqdan akam so'zlayotdi, bir yoqdan meni texe bu telefonlar kelyotdi, uchurlar, sen o'zingni bil ama deb. Salih Xudoyorov bilan yanaqa qilgan bir arzimiz bor, xalqarалық sud qusumiga arzimiz. Shuningda mening so'zim bor, men so'z qilgan shuningga. Shuning bilan shuningdan keyin shu texe yozgandimi, sening guvohliging hech narsaga sap emas. Alma bo'lsa o'zingga o'zing qilyapsa, yo bolalarning o'tgan kuningga rozi bo'l degandek uchur mazmuni shu ekan. Ondan uzoq o'tmay Pokiston konsuliga u Pokistondagi arz o'rnida sal baldir bo'lgan taxmish yani guvohlik bergan ekan. Xotin bolalarni go'rga kelib olib qochdi degandek endi. Demak, bizning Pokistondagi urug' tuqqanlarimi bu mening guvohligimning ig'ir ta'siri bo'ldi, ig'ir ash nimasi bo'ldi. Ashlarni surishti qilib, saqchilar chaqirtib, qandatdi, balları mında bir ballarını əpkəgən mo, sizlər nim digəndək açda sual soraqlar duçar oldu yaş biçərlər. İş qılıb. Əmdi, mən bir ayal kişi hesabda bir Xitay çoğ hökumətlə uruşatı məndə. Akşam Xitayның əplərini görüb, heyran qaldım. Çətəldik Uyğurlar deb, Besbaqacı deb bassam, menin biçər akamnınla videosu durdu. Nəgələ qarasam şu, nəgələ qarasam şu. Mən dedim, ya bu başqa guvaçıların urtuqqanlarının gəqqə quzğan, bu Xitayning bekrak deytan tumurga tekkan men o'xshayman deb akşam yo'ldoshim qo'shim degandim. Qaranglar bu akam bicharining rasmi turdi, nagala qarsam, qaysi appga bassam, hatto ismimni yozsammi, masalan, undidarga yozib qo'ying mening ismimni. Unda cho'klaydigan yerga, ashyaga mo jinoyatchi, vatanni parchalashga uringan degandek gaplar chiqdi qilibman. Ha. Amaliyotda biz haq qilyapmiz, bunga ishlarni deb beryapmiz. Nima bu? Bo'pti, siz uchun sharaf, yani dushmaningiz tarafidan, dushman tarafidan bunda qarlashlar uchrash biz uchun albatta sharaf yani. Albatta. Men qilgan ishimning hammasini Alloh uchun, xalqim uchun, vatanim uchun qilyapman. Bu Xitoyning hech qanday men qilgan ishlarimning hech qanday yerim kelib qo'ymaydi. Ham to'xtamayman, qo'rqitamaydi. Men hattoki o'lib ketsam, xalqimning oldida men bir qahramon otilaman. Ben onunla razı. Ben her qanday ishga razı bo'lib chiqdim, razı bo'lib so'zildim. Bunu deyin kim o siz mi dikkat qilyapsiz hozir? Qanday bir appni bashirsa, qanday ishlar bo'lsa, men hozirgachilik shu telefonda Xitoyning applari bilan chiqarib shu sizlarga avatib torlarga chiqarib qilyaptim va boshqalar foydalansin. Endi bir isbotliq gap qilayli bir ish bo'lsa. Nadunda bo'ldi, ba deb yani Leyla Majnunning hikoyasini o'qib bergandim. Mana adamlar balkim ba'zilarni urug' tuqqanlari chiqib qolishi mumkin, shu zavodda ishlayotgan va yoki bizning shunda ta'tatgan o'z o'ylab bakın 6-700 ko'ydi maash beramiz deb Xitoy o'zi ashta davlatida amaliyot unchalik maash bermaydi uning ichida. Videolar qaraydigan bo'lsangiz birsidan birsi etinishlik. Şuna qanday qilsam shu Xitoyning appni bashasini ochamankin deb hatto kecha soat 4-5largacha uxlamayman. Chunki biz uxlaganda ular o'g'aq bo'ladi ekan bizning Amerika bilan u ya kecha bilan kunduz amlashgan. Ba'zi videolarning yarim soatlik vaqti bo'ladi. Darhol shuni evamisa yarim soatdan keyin sistema uni avtomatik yutadigan ifodalar bo'ldi. Shunga men kelgandan tortib hozir har xil shu videolarni tushirib isbotga qanday qilyapti bu kafirlar, nima ish qilyapti, nima aytyapti degandek qilib hozir qadar kechda qilmayman. Kitob yozyapman to'g'ri o'zim. Oldin qatorda shuni oldiq o'zimizning butun hayotini anlatgan bir kitob yozyapti deb. To'g'ri, o'zim ashni ratlab chiqaman. Inshaalloh u kitobim chiqsa, endi bu ba'zan nurg'un gaplarni hozir biz ekran oldida deb bo'lmaydi ekanmiz, nurg'un ishlarni. To'g'ri. Oldin qator sizlar paranglashgan vaqtimda bir ishni deb bergandim, esingiz keldimki, ya'ni lagerdan yetayotganlarni ayollarini opirib ismini billa yotqizdi degan. Shu bek ta'sir qildimki, nurg'unlar men uchur qilib biz bunchalik bo'ladi deb o'ylamabdi ekanmiz. Sizdan nurg'un uchurlarni oldik xonim. Sizga ko'p rahmat. Biz bunda bo'lar deb o'ylamabdi ekanmiz. Siz bilmaydigan ish yo'q ekan. Hozir mushada bir ta'kidlab qo'yish tegishli narsaki bu yani eng aqalli ehtimolliqdimi? Yani eng tuvan ehtimolliqdimi? Hozir faqat ayollarni ham tug'mas qilish maqsad emas, hozir butun lagerdagi erlarni shu yani eng tuvan ehtimolda ularga bir doğru bilib, yani hem er tarafdan hem ayol tarafdan balliq bo'lish ehtimolini tamamen yo'q qilish uchun harakat qilayotganligidan cho'ng bir isboti da bu hamda. Bu yerda amaliyot holatda sinab, keyin biz bu lagerni yo'q qo'yib jamiyatga qo'yib bersakmi,
bir avlatdan keyin tugaydigan shaklda bu millatni o'zligidan yo'qolib ketadigan shaklda qilamiz degan bir qora niyatninki cho'ng bir isbotida bu hamda. To'g'ri. Shu endi bergan dorilarimiz rost kuchini ko'rsatyapti, qanday bo'lyapti. Haqiqatan mana bu keyingi avlod qoldirish ishlariga biz to'sqinlik qildik. Ya shu doridan keyin yana ya bo'laveramdi degandek, ammo bu sinoqdir. Uyg'urlarni har qanday işte sınaq tariqasida ishlatadi inson o'rinda emas. İnsan deb o'ylamaydi-ki ular hargizmi. Şu endi mushu gap bu ba'zan bir mushu guvohligim endi mushu degan gapim nurg'un erkishlarning bak ig'ir zitiq tegibdi. Ham bu gapni deganligimdan menga shunchalik rahmatini aytib, bu biz o'ylab esimizga tushimizga kirib baxmagan ishdi. Siz xonim siz dadillik bilan mush gapni dedingiz deb. Ba'zida men ayol kishi bo'lgandan keyin qalatdan boshda bu guvohlik bergan vaqtlarimda hozir bu kasalni yushasan o'lim oshkor deb bu endi sakepga qijilulma deb o'tgandan bu gapni cho'qim deyishim kerak. Demisam bular qanday biladi insonlarning mushundaq tajriba bo'lib ketganini, Uyg'urlarning tajriba bo'lganini bular bilmay qoladi deb mushu qatim endi qijil bo'lmaylam ahvollarni mushunda deb berdim. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun haqiqatan deganimdek cho'ng xizmatlarni qilyapsiz. Alloh razı bo'lsin inshaalloh. Bundan keyingi hayotingizda inshaalloh o'ngishliq har ishlaringiz o'ngishliq bo'lishini, qolay bo'lishini tilaymiz. Rabbim inshaalloh salomat qilsin hammanglarni. İnşallah bu zulüm, bu kun cho'qim o'tib ketadi. Biz cho'qim g'alaba qilamiz bunga ishonamiz. Ko'pdan ko'p rahmat aytamiz sizga. İnşallah haqiqatan programımız uzun devam qildi. Ama ko'rmalarimiz nihoyatda jiddiy shaklda ko'rib qildi. Ko'rmalarimiz rahmat aytamiz bu yerda. Rahmat sizga. Rahmat. Hammanglarning ko'rganligiga. Buldamsa hammanglarning salomatlik bo'lishini tilayman. Hammanglarning oila ishchanlarga barkat tilayman. Oxirida deydig'inim, yana deydig'inim shu, hammamiz birlashib, bir maqsad, bir niyatda yanala dushmanimiz, o'rtaq dushmanimiz bo'lgan Xitoyga bo'lgan o'shmanligimizni unutib qolmaylik. Urug' tuqqan ota-onamiz, hatto bolalarimizmi ashundaq zulmlarga duch kelyotdi. Shunga siz o'zingizning va yoki yana birisining tuqqani deb o'ylamay hammamizning qarindoshlari shuning ichida. Shuning uchun hammamiz uzluksiz tirmishib, guvohlik bo'lsa berib, dadillik bilan o'tirib sakrab tushib, bu vaqtga ishni demisangiz, qo'lni kesmaguncha qon chiqmaydi. Siz qachongachilik shundoq sukutda o'tirsiz, butun Uyg'ur qarindoshlarimga deydiganim, hargiz bo'shib qolmang, Uyg'ur qarindoshlaringizni qutuldiring, millatingizni qutuldiring, ham o'zingizning dindagi musulmoningizni qutuldiring. Mening eng oxir deydigan gapim shu, hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat, vaqtinglarni olib qo'ydim. Ko'p rahmat. Ba'zan gaplarim ortiq ketgan bo'lsa, kechiringlar. Yo'q, nihoyatda o'rinli gap qildingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Qadrli ko'rganlarimiz, shunday qilib Zumrat xonim bilan bo'lgan suhbatimiz bugun mashada oxirlashgan bo'ldi. Oxirgi bo'limlarda boshdan oxir ish qilib asosiyatni tafsiliy holatda anlab o'tgan bo'ldik. Ta eng boshda shu Qalbi Nur xonim bilan qilgan suhbatdan boshlangan, uning keyindan tafsiliy kirishga boshladik. Ko'rmaganlar bo'lsa bu ekrandan burungi bo'limlarni ko'rmaganlar bo'lsa yana shu bo'limlarni ko'rishini tavsiya qilamiz boshdan oxir. Endi bu so'zlarning oxiridan yana bir gap qilishning ehtiyoji yo'q deb qarayman. Har birimiz angladik. Buningga ko'ra ish qilishimizni. Ammo bu shunchavala bir zulmni anglab, Xitoyga bo'lgan o'chmanligimiz, Xitoyga bo'lgan nafratimiz har qanday birisining necha yuz haslab oshmasligi mumkin emas. Buningga ko'ra harakat qilishimiz kerakligini har birimiz chunqur tushundik deb o'ylayman. Tushunishimizni agar tushunmagan bo'lsak, Rabbim qalbimizga texamam ko'p bir g'urur, vijdon ato qilishini, bu zulmga qarshi bir harakatlanadigan ruh, tuyg'u ato qilishini Rabbimdan tilaymiz. Rabbim inshaalloh bu zalimlarniki, bu jinoyatchilarning bunchalar qilgan zulmlari, bunchalar elib borgan jinoyatlarini hargiz jazosiz qo'yib qo'ymaydi. Buni hargiz oxiratga olib qo'ymaydi. Oxiratda eng cho'ngini ko'rsatadi Rabbim. Ammo bu Allohning adolati cho'qim tajalli qilmay, namoyon bo'lmay qolmaydiganligi ishonchimiz komil. Yetarki biz shuningga ko'ra o'zimizninki
itiqadi, özümüzdeki imanıga göre, özümüzün gurur, vicdanıga göre kolumuzdan kelgen hareketini kılsak, Rabbim bizden hareketimizni görüp durup, bizden tirişçanlığımızı görüp durup, bizge çokum netice berdi. Bunun hemmesi sınav, imtihan içinde turbatımız. Bu imtihandan ya galbi kılıp ötümüz, ya ki mağlup bulumuz. Şunun için yana tekrar çağırımız başka kıyırdaşlarımızın bunda hazırga çeyin guvalık bəmigellerini ki, yani muşundaq dadillik bilen çıkıp guvalık berişini Xitayning cinayetini aşkarlaşığa davet kılımız. Rabbim ömür basa aldığımızdaki san programımızda görüşükçe aman boğayslar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.